o'zimiz oilamizga hokimlik qilamiz. Qarasak bolalar kelib yotibdi. U yoqdagi oilasini qachondir olib kelish ham niyati bo'lmaydi-da, demak. Hozirgi kunda 350 ta anketa qo'limizda turibdi. Sevgida ko'pincha emotsiyaga berilib qaror qabul qilinadi. Ham bu keyingi kelayotgan vatandoshlarga ta'sir qiladi. Politsiya chaqirib, eshigini tagida turgan bolani politsiyaga berib yuborgan. Vaholanki to'ydan keyin 2 haftagina eri bilan yashagan, ajrashib ketdi. 2020-yildan buyog'iga bizda qizil bayroqlar paydo bo'ldi. Ertaga mana shunaqa ish qilsang qaynonang seni urishadi deb ko'p gapirganman. Endi qiyin u qizlarni uzatishimiz. Ajrashgan qiz menga munosib emas, deyapti-da. Bu ota-onalar bolasiga nisbatan mulki deb qaraydi va Mustaqil hayotga yo'l qo'yding, bor desa gandiraklab qoladi u. Yo oilasini qo'yib yuboradi, bolalarni nemis jamiyati tarbiyalab beradi nemischa qilib. Harakat qilaman bir-biri bilan gaplashganda faqat o'zbekcha gaplashinglar deyman. Ular yoqda kutib turishadi. Chiqdingmi, qilib qo'ydi deya oilaga telefon deyman. O'g'il bola, qiz bola ajratilmaydi, birga qilinadi hamma ishlar. Hozir butun dunyoda qiyin bola tarbiyasi. Qanaqa oiladan bolam, qanaqa bolalar bilan do'stlashyapti. Birinchisi erkakning ehtiyojini qondirish, ikkinchisi farzand tug'ib berish, uchinchisi xizmat qilish. Borvali o'zim keyin baxtiyorlik aloqaga chiqaman deb kelishadi ishonib. Psixologlar tilida aytganida biz psixologik kasal bo'lsak kerak-da, ya'ni Boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz yana Olmoniston loyihasini keyingi navbatdagi sonini olishga qaror qildik. Orada uzilishlar ko'p bo'ldi. Oxirgi sonimiz o'tgan yili may oyida chiqqan va 1 yil tanaffusdan so'ng biz yana katta sahnalarga qaytdik. Umid qilamizki, bu safar davomiy bo'ladi. Sabablarini keyingi sonlarda tushuntirib o'tamiz, nimaga loyiha to'xtab qolganini. Xo'p, bizda bugun ikkita mehmon, gender tengligini inobatga olgan holda biz o'zi oldingi sonlarimizda bir marta ayol kishi bilan podkast qilganmiz. Ra'no opa bilan Myunxen atrofida yashaydi, professor, Ludwig Maximilian universitetida professor lavozimida ishlaydigan xorazmlik opamiz bilan 4-sonni qilganmiz va bugun bizda uzoqdan kelgan ikkita mehmonimiz bor. Sizlarga katta rahmat. Frankfurtdan, Nürnberg shaharlaridan 300-400 kilometrdan masofani bosib kelganliklari uchun rahmat. Mehmonlarimiz bugun Lobar opa va Dilnoz opa. Qisqacha o'zingizlar haqida gapirib bersanglar, keyin suhbatimiz davom etib ketaveradi. Rahmat. Assalomu alaykum. Meni ismim Lobar Babayeva. Nürnberg shahrida oilam bilan yashayman. Va Germaniyada asosiy bir ko'zga ko'rinadigan qilayotgan ishlarimizdan biri bu Baxtiyor oila loyihasi va ushbu loyiha orqali ko'pchilik vatandoshlarimiz tanishadi. Undan tashqari kichik har xil o'zbek bayramlarida tadbirlar uyushtirib turamiz hamyurtlarimiz uchun, ya'ni birlashish maqsadida. Assalomu alaykum. Meni ismim Dilnoza. Shu Baxtiyor oila proyektida ochilgandan beri o'z faoliyatimizni yuritib boryapmiz. 20 yildan beri Germaniyada yashayman. Frankfurtdan keldik. Frankfurtda turmush o'rtog'im bilan birga keldik. Rahmat. 4 farzandni onasiman. Rahmat. Bugun boya kelayotib esimga tushib ketdi. Bugun o'zi onalar kuni, ya'ni Germaniya, o'zi Yevropa, Amerikada, Avstraliyada nishonlanadigan bayram. Ya'ni Germaniyada 2-yakshanba, har may oyining 2-yakshanbasida onalar kuni bor. Tabriklayman. Rahmat. Bu bayram katta nishonlanmaydi-yu, lekin bolalardan kichkina maktablarda yoki bog'chalarda yasalgan narsalar, gullar olinadi. Asosiysi e'tibor. E'tibor, asosiysi e'tibor. Bu yaxshi. Shu kunga to'g'ri kelib qolibdi. Endi bu sonimiz menimcha sal keyinroq chiqadi, 1-2 haftalardan keyin chiqsa kerak, lekin katta rahmat. Sizlar hozir taklif qilganingizga shunday chiroyli kunlarda. Rahmat. Baxtiyor oila degan loyiha haqida gapirib o'tdik hozir. O'zi bugungi mavzumiz ham oila institutlari, umuman Baxtiyor oila loyihasi, oilalar haqida, ya'ni hozir biz ramziy ma'noda o'sha Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Baxtiyor oila kitobini ham qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni oldin o'qib ko'rganman bu kitobni. Chuqur, menda diniy bilim chuqur emas, aytib o'tishim kerak. Bu yerda asosiy oila deganda, ya'ni musulmon dinidan kelib chiqqan holda o'sha inson yaratilishidan to kitobda oilani oxirida qanaqa jalb ketishigacha bo'lgan, taloq mavzularigacha bo'lgan narsalar juda batafsil yoritib o'tilgan. O'zi sizlardan so'ramoqchiligim, birinchi oila o'zi nima? Oila qanchalik darajada bizga
oilalar muhim? Oila ajoyib savol. Davlat ichidagi bir kichkina davlat, katta davlat aslida o'sha kichkina davlatchadan boshlanadi-da. Biz o'zimiz oilamizga hokimlik qilamiz va farzandlarimizni o'sha davlat boshqaradigan darajada yetkazamiz-da, jamiyatda o'zini o'rnini topishga tayyorlaymiz. Oila jamiyatdagi eng muhim bo'g'im hisoblanadi. O'sha sababdan bu menimcha yillar davomida shakllanyapti, lekin yo'q bo'lib ketmaydi hech qachon degan fikrdaman. Ya'ni oila bo'lishi muhim. Odam yaralibdiki, oila bilan yashaydi va jufti bilan yashaydi-da. Bu menimcha bekorga emas. Bu meni fikrim. Musofirchilikda yana ham oila mustahkam bo'ladi deb o'ylayman. Yana ham o'sha kichkina vatancha yaratib olasiz o'zingizga. O'zi kichkina uyushgan jamiyatlar ham bir oila sifatida Shunaqa ko'riladi-da. Biz sizlar Baxtiyor oila degan loyihani tashabbuskorlardan va bu loyihani masalan Yevropada turib bu tashabbus kimdan chiqqan, ya'ni qayerdan keldi bu tashabbus va bizga nimaga kerak? Yevropada bizda ko'p diasporamizda odam ko'p emas, bir-birini taniydiganlar yetarlicha. Nima uchun kerak bizga bunaqa loyiha? Yaxshi savol. Baxtiyor oila loyihasi asosan o'zbeklar orasida oila qurishlariga yordam beruvchi va o'zlariga mos juftlarini topishga ko'maklashadigan loyiha. Lekin hozirgi zamonaviy sovchilar yoki hali sayt znakomstva, datingga o'xshagan nima emas, har holda o'zbek an'analariga asoslangan hali surishtiruv deymiz. Ularning ma'lumotlarini biz olamiz va bir-birlariga mos bo'lsagina tavsiya qilamiz. Ular bilan suhbat quramiz, qanchalik oilaga tayyor va hokazo. Loyihani tashkil bo'lishi, ya'ni menimcha ideyasi o'z-o'zidan tug'ilgan. Bu loyihaga ehtiyoj bo'lgan. O'zbeklar keldi, mana o'zingiz ham Germaniyaga nechinchi yilda kelgan bo'lsangiz, turmush qurish tarixingiz qanaqa bo'lgan bilmayman, lekin Germaniyadan agarda o'zingizga mos juftni qidirsangiz, topishingiz qiyin bo'lganda. Duch kelgan qizga borib, men uylanmoqchi edim, turmushga chiqadigan qizmisiz deb so'rash bizni axloqimizga mos emas-da. Oraga yo odam qo'yasiz, surishtirasiz yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishingiz mumkin-da. Unda ham juda hali qiyin, qiz bola tortinadi, har holda hali o'zbekchilik masalalari bor. Shu yon atrofimizda keyin yigitlar va turmushga chiqishga shoshilmayotgan qizlar ko'payib borayotganini his qildik. Yigitlar, "Opa, menga mos qiz bo'lsa ayting, uylanadigan yigitman" deb so'raveradigan yigitlar ko'payib qoldi-da. Va biz bir nuqtada birlashdik. Masalan, Baxtiyor oila loyihasini boshlashdan oldin Dilnoz opamni men yuzaki tanirdim, Dilnoz opam meni yuzaki tanirdilar. Bizda yana boshqa tashkilotchilar bor edi. Ya'ni biz loyihani boshlaganimizda guruhga yozib turib, bunga qiziqishi bor bir nechta ayollar birlashgan bizda. Tabiiy hammamiz oilalimiz, oilada muhokama qilingan bu turmush o'rtoqlarimiz qanaqa qaraydi bu narsaga, o'zi umuman shakl shamoyili qanaqa bo'ladi, qanaqa boshlamoqchimiz buni. Shunchaki bir hali anaqa bo'ldi. Talab bor, lekin buni qanaqa tashkillashtirish bo'yicha hali nimamiz yo'q edi, ideyalarimiz yo'q edi. Va shu yerda hammada o'zini fikr bo'ldi, bunga qanaqa nom beramiz deganda aynan Baxtiyor oila nomini kelib chiqishi ham ijtimoiy so'rov o'tkazganmiz. Ijtimoiy so'rov o'tkazganda aynan vatandoshlar guruhlarida biz shunaqa bir loyiha boshlamoqchimiz, buni shakl shamoyili bunaqa bo'ladi deganda va unga siz qanaqa nom bergan bo'lardingiz deganda, bu yerda ham nomga urg'u berildi, ham shu loyiha boshlansa qanchalik bu kerak, odamlarning reaksiyasi qanaqa buni boshlashga. Reaksiyalar juda bolalar yozishni boshladi. Meni ismim shunaqa, men shu yoshda qiz qidiribman, qarasak bolalar kelib yotibdi. Kimdir qo'limizda o'sha anketalar ko'payib ketdi. O'zi haqida topshirayotgan, ma'lumot topshirayotganlar ko'payib ketdi-yu. Buni endi gruppa qilishimiz kerak dedik. Endi bularga qizlar topishimiz kerak. Endi qizlar berishga uyalishdi boshida. Tanish o'zimiz biladigan qizlarni, "Hey, turmushga chiqadigan vaqting keldi,
Bu hali anaqa emas, qanaqadir bir tanishuv sayti emas. Biz opalar bo'lib orqangizda turib, sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz deb ularni yig'dikda, o'sha o'z-o'zidan menimcha bir nima deydi shakllanib, o'zini qolipiga tushib qoldi-da bu nima loyiha. Undan keyin albatta hali xavfli tomonlari tug'iladi. Bundan kimdir o'z manfaati yo'lida foydalanishga harakat qiladi, kimdir buni suiiste'mol qilishga harakat qiladi. Ya'ni qaysi ma'noda o'z manfaati uchun qilish mumkin? Deylik, sizni oilangiz bor, O'zbekistonda, siz Germaniyada ishlab yuribsiz. Erkak kishisiz, baribir hali bir ayolga ehtiyojingiz bor. O'zbek ayoli bo'lsa yanada yaxshi. Oilangizni olib kelishga qiynalyapsiz. Albatta baxtiyor oilaga men uylanmaganman deb chiqishingiz mumkin. Biz qayerdan bilamiz siz uylanganingiz? Lekin sizlar bir tarafdan bu bilan ishlashimiz kerak bo'ldi-da, ya'ni bu tomondan. Biz hali bir detektiv tashkilot emasmizki, sizni nimada uylanmaganligingiz haqida spravka talab qilishga masalan haqqimiz yo'q, datenschutz bor. Bular ustida hali ishlashga ehtiyojimiz tug'ildi va loyihani eng hali nima deydi, yutug'i bu loyihani Germaniyadagi O'zbekistonni konsulxonasi va elchixonasi yaxshi qo'llab-quvvatlayotganligi, ya'ni shunaqa muammoli vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, ularga aloqaga chiqishimiz mumkinligi, ular bemalol surishtirib berishi mumkinligini ular bizga bot ta'kidlab kelishadi-da. Bu suiiste'mol qilayotgan odamlar rostdan sizlarga murojaat qilgan va oilasi bo'lib chiqqan odamlarmi? Bo'lgan, vaziyatlar bo'lgan. Ko'p bo'lgan. Ya'ni ularni hali qoidada yozib qanaqa bo'ladi? Masalan, ular u yoqdagi oilasini qachondir olib kelish ham niyati bo'lmaydi-da, demak. Niyati bor. Bir xillarda bo'lmaydi ham niyati, chunki u yoqda onamga qarasin deydi yoki olib kelish xarajat deb bilishadi. Qachondir yuzaga chiqadi-ku deyman-da. Masalan, sizlar bilmagan taqdiringlarda ham, u uylanganida ham bu yoqda qachondir nariga oilasini olib kelaman desa biladi-ku. Hozir jamiyatda menimcha eng hali anaqa ketayotgan, dolzarb ketayotgan masala bo'lsa kerak bu qo'shxotinlik masalasi. Ochiqchasiga ham muhokama qilinadigan masalalarga aylanib qoldi. Bizning davrimizda bu juda uyat hisoblanardi. Lekin hozirgi davrga kelib qo'shxotinlik yashirilmaydigan bir anaqaga kelib qoldi. Ya'ni odamni yuziga kelib to'g'ridan-to'g'ri yoki xotiniga yoki boshqa bir ayolga meni xotinim bor, ikkinchi xotinligiga so'rayapman, rozimisan deydigan. Ko'plarning tushunchasida menimcha ya'ni biz qoidamizda qo'shxotinlikka qat'iy qarshimiz. Ya'ni qo'shxotinlik bo'yicha va norasmiy nikoh bo'yicha bizga murojaat qilmang deb qoidaga kirgizib qo'yganmiz, yozib qo'yganmiz. Bo'lsa ham o'sha ajrim qog'ozini ko'rsatadi bizda. Ha, ajrim bo'lmaguncha qabul qila olmaymiz. Va shunda ham o'ylashadiki, bo'pti bu opalarga aytmayman-da, uylanmaganman deb beraman-da, ikkinchi tomonga taklifimni aytib ko'raman. Qaror qabul qilish ikkinchi tomonning ishi deydi. Ikkinchi tomon ham bizni hali qoidamizda qo'shxotinlikka biz qarshimiz deganimizga ishonib anketa bergan yoki murojaat qilgan odam bu taklifni eshitib sal hali esankirab qoladi-da u. Men sizlarni loyihada qo'shxotinlik mumkin emas edi-ku, bu erkak menga ikkinchi xotin bo'laman deyapti-ku, bu nima bedodlik deb qoladi. Ana o'sha joyda u erkakni biz chiqazib yuboramiz loyihadan. Lekin yana qaytib shunaqa odam kelmasligiga kafolati yo'q-da. Buni biz boshqara oladigan bir anaqa emas-da. Jamiyatni bir menimcha nima deydi? Kasal segmenti deb aytgan bo'lardim men. Oila ustiga oila qurish bu sog'lom emas-da. O'zi qonun bo'yicha ham qo'shxotinlikka ruxsat yo'q. Faqat Germaniya balki O'zbekiston qonunlarida ham biz qo'shxotinlikka qarshimiz, do'stlar. Shu joyda aytib o'tib ketaylik. Yashang, bizga qo'shxotinlik targ'ibot qilmayapmiz. Bizga aynan o'sha narsa kerak edi, lekin nimagadir mana shu qo'shxotinlikka qarshimiz yoki boshqa deganda bu juda hali uchadigan masala, juda bir hali muhokama qilinadigan masalaki, dinimizda ruxsat berilgan, dinimizda unaqa din ro'kach qilinadi-da ikkinchi oila. Vaholanki dinimizda ham va shayximizning kitoblarida ham bu masalalar juda aniq yoritilganda, ya'ni oilani parokanda qilishga olib keladigan sabablardan biri bu qo'shxotinlik. Mana shu joyda tortishuvlar juda ko'p bo'ladi. Nimada ham Qodiriyni o'tgan kunlarda ham shunaqa bo'lgan-ku, ya'ni oxiri Zaynab kumushga nima ichirgan, o'lgan, rashkdan bo'lgan, ya'ni muvozanatni saqlash baribir ideal bo'lgan oilada ham
oxiri baribir tragediya bilan tugagan. Albatta, albatta. Bu muvozanatni saqlash menimcha juda qiyin bo'lsa kerak. Bolalar tarbiyasiga ham bu ta'sir qiladi. Men Germaniyaga kelgan yillarim o'ylagandimki, bu masalalar O'zbekistonda qolib ketgan, Germaniyada yashayotgan o'zbeklar intelligent va bu o'zbeklar orasida qo'shxotinlik masalasi umuman yo'q degan bir anaqada edim, tushunchada, tasavvurda edim. Lekin loyiha boshlangandan keyin guvoh bo'ldim. Ha, O'zbekistonga nisbatan bu yerda yashayotgan hamyurtlarimiz orasida bu narsa kamroq. Lekin uchratilayotgani achinarli holat, to'g'risi. Va eng nima tomoni bizni bunda ayblashadi-da, ya'ni biz ahmoqmiz, biz bunga qarshi boryapmiz, Allohning buyurganiga biz qarshi boryapmiz-da. Shunaqa bir hali dashnomlar eshitib turamiz bir xillarda. Ya, o'zbeklar o'zi o'zbek diasporasi yildan yilga Germaniyaga ko'payib boryapti va har xil muammolar ham bu bilan kelib chiqyapti. Ya'ni har xil muammo deganda odam ko'paygani uchun emas, baribir har xil qarashdagi odamlar ko'p. Ya'ni oldingi bundan 10 yil oldingi o'zbeklarni hozirgi kelayotgan vatandoshlar bilan solishtirsangiz, turli xil ishlarda ishlayotgan, sohalarda faoliyat yuritayotgan, turli xil qarashlarga ega bo'lgan vatandoshlarimiz ko'paygan va bu biz uchun yaxshi aslida. Bu vatandoshlarimiz ko'payishi yaxshi, lekin siz aytgan muammolar baribir bitta ikkita bo'lsa ham yildan yilga baribir ko'payib boraveradi, chunki potok baribir o'sishda, tendensiya o'sishda davom etishi kerak. Mana shunaqa muammolardan bittasi biz kecha bizning Myunxendagi o'zbeklar degan guruhda bittasi yozib qoldi. Ya'ni nemis oila au pair dasturiga bitta qizni chaqirgan bo'lgan. Ko'zim tushgandek bo'ldi. Ha, kecha yozishdi. Ya'ni u qiz kelib bola boqish programmasidan kelishi kerak edi. U yerda kamida masalan 6 oy yo 1 yillik kontrakt bilan ishlab berishi kerak. Ular uni yo'lini, xarajatini to'lagan, uyiga chaqirgan, qanchadir vizasi uchun pullar bergan va u qiz kelgan kunining ertasi kuni yigitining yoniga ketib qolgan. Yigitining yoniga ketib qolgan. U butun xarajat, butun ishonib qo'ygan bolasini boqish kerak bo'lgan narsalar hammasi kuyib ketgan. Ya'ni mana shunaqa holatlar ham ko'p. Keyin keladiganlarga to'siq bo'ladi. Keyin keladiganlarga mana shu narsa aniq to'siq bo'ladi, chunki u oila nemis tilida katta o'zbeklar gruppasiga ham yozgan. Biz buni oxiriga yetkazamiz, ya'ni biz Tashqi ishlar vazirligiga chiqamiz, Germaniyani Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston elchixonasiga chiqamizda buni vizasini nima qilishga, отказ qildirishga harakat qilamiz degan. Bu keyingi kelayotgan vatandoshlarga ta'sir qiladi. Albatta. Sizlarni loyihada mana hozir Baxtiyorlar loyiha deyapmiz. Bu jamiyatmi? Qanaqadir bu huquqiy normalari bormi? Bu loyiha shaklida hozirgacha faoliyat olib keldi, lekin endi hozir jamiyat bo'lishga baribir ehtiyoj sezdik. Hozir endi jamiyatga aylandi. Lekin jamiyatga aylanganda ham baribir o'zini o'sha nimalarini, normativlarini saqlab qolgan holda. Ya'ni nodavlat, notijorat, bundan hech qanaqa daromad ko'zlanmagan, lekin o'zini o'zi qoplashga yo'naltirilgan. Bunda murojaatchilar haq to'lashadi, minimum haq to'lashadi. Loyiha o'zini o'zi qoplashi, loyiha boshqa joydan moliyalashtirilmaydi-da. O'sha sababdan murojaatchilarni to'lovlari bor. Bizni qilayotgan ishimiz asosan xolis. Men ayni paytda farzandim qaramog'i bilan bandman, o'sha sababdan ozroq bu narsalarga qiziqishim va vaqtim bo'lganligi sababli oldim zimmamga. Balkim keyinchalik ulgurmasman, balkim keyinchalik Dilnoza ham ulgurmaslar. Lekin hali qo'ldan qo'lga o'tadigan bir nima bo'lganida yaxshi bo'lardi. Ya'ni bunga xayrixoh hamyurtlarimiz qo'shilib, masalan, mana shu loyihada bo'laman, kelishsin, birgalashib qilamiz deyishsa, ya'ni davom etib ketadigan qiladigan ish emas. Ishi ko'p. Hozirgi kunda 350 ta anketa qo'limizda turibdi. Buni huquqiy tarafi qanaqa bo'ladi? Masalan, sizlar hozir shuncha odamning anketasi masalan yig'iladi, sizlar keyin bu yoqdan qaysidir yana bitta anketa bilan solishtirasiz yoki
ya'ni faoliyatni bir turida bu ham. Ya'ni Germaniya bunga qanaqa qaraydi? Tashkilot qilishing kerak yoki sen buni qilishing mumkin emas degan qanaqadir signallar berilmaydimi? Yo'q, agar hali datingga o'xshagan bir nima bo'lganida bu biznesga aylanardi. GmbH qilishimiz kerak va ular qanaqadir to'lovlar asosida o'sha Datenschutzga rozi bo'lgan nima asosida bo'lardi. Bizda hozir o'sha chuqurlasha olmaymiz, ya'ni uni nimasini surishtira olmaymiz deyotganimiz ham o'shanda. O'zini roziligi bilan anketa beradi. Hamma nimalarga roziman, kontaktim berilishiga roziman. Kontakt hech qayerda e'lon qilinmaydi. Faqatgina ikkinchi tomonga mos ko'rsak, mana shu inson mos ekan, ya'ni umumiy ma'lumotlar, ism, familiyasi, kontaktlari ko'rsatilmagan holda ma'lumotlari ko'rsatiladi bir-biriga. Ha, ma'qul, mos ekan, gaplashib ko'raylik desa, o'zlarini roziligi bilan kontaktlari bir-biriga beriladi. Va gaplashib ko'rishadi. Mana shu joyda bir nozik bir o'zbekcha masala tug'ilayotganini his qildim. Ayrim yigitlar o'ylar ekan, shu qizni kontaktini oldim, men gaplashdim. Mos kelishmadi, bo'ldi, hamma o'zini yo'lida davom etdi. Yana boshqa agar kimgadir kontakti berilsa qizni gaplashib ko'rsa, endi maqsad oila qurish-ku. Bu yoqda bu yigitlar qizlarni sha'niga salgina hali gap qilishi mumkin ekan. U qiz bilan men gaplashib ko'rganman. Nima qilibdi gaplashib ko'rgan bo'lsa? Oila qurish maqsadida gaplashdi, qarashlari to'g'ri kelmadi. Uni yo bir hali chegaradan o'tadigan nimaga borishmadi yoki даже uchrashib ham ko'rishmagan bo'lishadi. Bir xillarda chatlashgan, nimada nima deydi, video calling qilgan. Bo'ldi. Shu bilan hali ish bitmagan. Menimcha buni yigitlar mag'lubiyat deb qabul qilib ko'tara olmaslikmi? Men shu narsani nimaga huquqiy tarafini so'rayapman. Ya'ni deylik sizda bitta qizni va bitta yigitning anketasi bor. Ikkalasini siz bir-biriga tavsiya qildingiz va ular videoda yoki telefonda yoki qanaqadir yo'l bilan bir yarim soatlik gaplashdi va keyin bola aytdi, "Xo'p, menga to'g'ri kelmadi." Ketdi-da boshqa bolalar yonida, "Men bu qiz bilan yurganman, men bu qiz bilan shunaqa bo'lgan, mana danilari ham bor, bilaman kimligini" desa-da gap tarqatib yuborsa, masalan. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Shunaqalar eshitganimcha aytyapman. Ya'ni keyin bu o'sha qizni qilmagan ishiga, ya'ni o'zini obro'siga putur yetkazdi deb sizlarni masalan mahkamaga torttirmoqchi bo'lish ehtimoli bu chiqib qolsa demoqchiman. Bu biz orqali agar chiqib bo'lmadi, endi mabodo masalan kelajakda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bizni loyal anaqamiz yo'q-da. Nima deydi, aralashuvimiz yo'q. Ya'ni roziligi bilan kontakt berildi, ular gaplashib ko'rdi, ikkalasi va to'g'ri kelmadi. Ani ig'vo tarqatayotgan yigit agarda argument keltirib bera olsa, xo'p, argument keltirib bera olmasa, qiz uni sudga berishi, politsiyaga berishi mumkin. Tajribamiz davomida bitta kuzatilgan politsiyali ish bu, hali bizning o'zbek yigitlarimiz ajoyibda, anaqa deydi. Qiz rozi bo'lmayotgan bo'lsa, bu qizni nozi deb o'ylashadi-da. Ya'ni boraverishim kerak, gul ko'tarib borishim kerak, shokolad ko'tarib borishim kerak. Ishdan chiqishini poylagan, eshigini tagiga borib turganda, qiz buni ko'tara olmaganmi yoki men Germaniyadaman, nimaga bu yigit menga bunaqa xiralik qilyapti deganmi? Politsiya chaqirib, eshigini tagida turgan bolani politsiyaga berib yuborganda. Hali bola, "Men sovchilarimni yubordim bu qiz uyiga. Men uylanmoqchi edim. Men harakatlarim jiddiy ekanligini isbotlamoqchi edim bu qizga" deb qoldi-da. O'shaning uchun menimcha oltin o'rtalik me'yor muhim. Masalan, deylik, o'rtacha liberal qarashdagi bir o'zbek yigiti kelsa-da, masalan, sizlarga aytsa, ya'ni u sizlarga kelib, "Menga qiz qidiryapman o'zbeklardan. O'shaning uchun men sizlarga anketamni bermoqchiman" deyish uchun uni qanday ishontirish mumkin? Masalan, u liberal qarashga ega o'zbek. Ya'ni u ochiqroq fikrlaydigan, o'zimga o'xshagan bitta qiz kerak menga deb kela olishi uchun, ya'ni din tarafdan qaramaydi, deylik, din tarafdan qaramaydi, lekin unga o'zbek qiz kerak. U sizlarga o'zbekmi? Ha, o'zbek. Xo'p. U sizlarga kelish uchun bu, ya'ni unda qanaqadir motivatsiya bo'lishi kerakki, ha, shular orqali topsam, o'zimga o'xshagan qizni topib olaman deb.
Ya'ni sizlarni jamiyat nimani tashkilotni baribir oilani o'zagida din borda, diniy nimalarga motivlarga qarab qurilgan. Dinni o'zbekona moslashuvchanligi bor. Ya'ni oila institutini aynan o'zbekona modeli olingan. Ha, aytmoqchiligim, biz har bitta yigit va qiz bilan yarim soat 40 minut suhbat qilamiz. Shu suhbat jarayonida o'sha yigitni qarashlarini hammasini o'rganib chiqamiz va har bitta anketamiz pastiga o'zimiz fikrimizni yozib qo'yamiz. O'sha yigit shunaqa qiz so'rasizlar, shunaqa qizlar ham chiqadi. Ha, demak buni fikrlar shunaqa ekan, mana bu qizimiz mos tushar ekan deb o'zaro bahslashamiz. Yoki bu yigit bilan men suhbat qilgan bo'laman, qiz bilan lobar suhbat qilgan bo'ladi. Keyin lobarga qanaqa shu qiz, shu yigit shunaqa fikrlar ekan desam, ha, bu qiz ham shunaqa fikrlaydi. Demak, bir-biriga mos. Yetib ko'ramiz hamma deymiz. Keyin yetib ko'ramiz, bir-biriga tushib ketadi. Ya'ni jamiyatlardan ham yiroq bo'lgan o'zbek deylik. Bu safar mana umuman o'zbek diasporasidan yiroq bo'lgan o'zbek sizlarni qanaqa qilib topishi mumkin? Ya'ni men shularni topsam, o'zimga o'xshagan, o'zimga mos qizni topishimga ko'zim yetar ekan degan informatsiyani u qayerdan olishim mumkin? Bu juda tavakkal masala. Biz nimada Instagramda bormiz va nimada Telegramda kanalimiz bor. Anonim shaklda e'lonlar berib boriladi har bitta nomzod haqida, turmush qurmoqchi bo'lgan nomzod haqida va kontakt sifatida biz o'zimiz kontaktimiz ketadi, ya'ni adminlarga chiqishi kerak. Lekin siz aytayotgan holatda balkim ijtimoiy tarmoqlarni kuzatar odam, bizda har 2-3 oyda an'anaviy uchrashuvlar bo'ladi. Aynan oila qurmagan yoshlar, men oila qurmoqchi demayman, chunki hali oila qurishga tayyor emas, lekin kuzatishga ehtiyoji bor. Bu yerdagi akalar, opalar qanaqa oila quryapti deb yosh kelgan yigitlar, qizlar bordi. Men shu tadbirga borsam, shunchaki bir xali oila haqida ma'ruzalarni eshitsam, boshqa opa akalar bilan tanishib, ularni fikrlarini bilsam deydiganlar bor. Shuning uchun oila qurmaganlar deb ketamiz. Kelishlari mumkin. Bu tadbirga kelganda har xil nimalar, interaktiv o'yinlar bo'ladi va o'sha o'yinlar davomida siz odamni qisman bo'lsa ham xarakteri qanaqa, o'xshash jihatlari bormi, qanaqadir qiziqish bormi, xatti-harakatlaridan hech bo'lmaganda simpatiya bo'lishi mumkin va adminlardan so'rashadi o'sha paytda, shu qiz yoki shu yigit menga mosdek tuyuldi, ma'lumotlari bormi sizlarda deb. Agarda tadbirga kelgan u bizga anketa bermagan bo'lsa, hali ro'yxatdan o'tgandagi kontaktlari qoladi-ku, biz o'zimiz aloqaga chiqib ochig'mi siz bu mavzuga gaplashsak bo'ladimi, shu mavzuda shunaqa murojaatlar bo'lyapti deymiz. Agar inson bu mavzuga ochiq bo'lsa gaplashamiz, ochiq bo'lmasa majburlashni hojati yo'q. Endi o'zbek nimasidan, mentalitetidan kelib chiqilsa, ikki xil yo'nalish bor deb o'ylayman o'zim. Ya'ni bittasi sevgi orqali qurilgan, bittasi sovchi kelishuv orqali. Ya'ni buni tagida baribir islom dini, unga qarashlar va keyinchalik baribir bu oilalar yaxshi bo'lib ketadi. Agar birinchi tarafdan ketsak, ya'ni sevgi orqali tashkil qilinadigan oilalarda bu endi o'zi taqdirida qachondir qayerdadir ko'rishgan odami bilan oila quradi. Ya'ni baxtiyor oilaga o'xshagan hozirgi sizlarni tashabbusinglardagi loyihalarni bundan o'zi chekkaga chiqadi. Ya'ni ular bu loyihalar orqali ishlamaydi. Sizlarga savol, masalan, bu ikkita yo'nalishni qaysi biri ko'payishini xohlagan bo'lardinglar? Ya'ni qaysi biri ko'proq bo'lishi kerak? Agar bu birinchi o'zi taqdirini o'zi topib ketadigan oila bo'lsa, unda sizlarning ishinglar baribir kamayib boraverishi kerak qachondir. Ya'ni bu yo'nalish oilani kelajakda, ya'ni umumiy olib qarasak, masalan, bu ikki yo'nalishda ham ajrashishlar baribir bo'ladi. Har xil sabablarga ko'ra bo'ladi. O'zi umumiy olib qarasak, qaysi yo'nalish sizlar masalan ko'proq mana shu yo'nalishda bo'lgan idealroq bo'lardi degan qarash bor masalan. Savolingizni kompaktlashtirishga harakat qildim. Men sovchi tarafman. Baribir emotsiyaga berilmaydi. Sevgida ko'pincha emotsiyaga berilib qaror qabul qilinadi. Endi sovchi bo'lib kelganda surishtirishlar, kattalarning fikrlari baribir kerak deb o'ylayman. Aynan shunaqa. Biz baribir hali o'zbekona anaqadan ketolmaymiz. Siz beliksiz o'ylanadigan yigit bo'lsangiz, qayerdadir tanishdingizda, sizga qiz yoqdi, simpatiya paydo bo'ldi.
lekin hali hayotiy tajribangiz yo'q, siz aylanib kelib baribir sovchilikka taqalasizda. Siz topdingiz qizni, ota-onangizga aytasiz, shunaqa qiz bor ekan, men topdim. Ota-onangiz nima qiladi? Ota-onangiz surishtiradi qizni. Agarda masofa uzoq bo'lsa, bitta mahallada bo'lmasanglar yoki bitta tumanda bo'lmasanglar, shaharda bo'lmasanglar, ota-ona surishtiradi. Ya'ni bu yerda ham baribir sovchilar ishlaydi. Yo, sovchilar ishlaydi. Ikkalasi ham ishlaydi. Ikkalasi ham ishlaydi. Zanjir aylanib baribir o'shanga kelasiz. O'zi topadimi yoki o'zi topmasdan sovchilar yurib topsa ham yigitga aytiladi yoki qizga aytiladi, ular uchrashib ko'radi. Bir-biriga simpatiya paydo bo'lgandan keyingina aql bilan o'tirib o'ylab ko'riladi. Men sevganingiz bilan shu qizga uylanmasam o'laman Sattor desangiz ham ota-onangiz yo'q, urug'ida mamnaqa odamlar bor ekan, bolam qo'y desa eshitasizmi ota-onangiz? Eshitasiz endi. Baribir o'sha bor, sevgi kuchli bo'lsa, eshitmasdan ham qaror qilish. Kamdan kam hollarda, lekin juda hali qiyin bo'ladi. Bunaqa holatlarda menimcha men ajrimga keladi hamma hollarda demayman, lekin hali hayotda urilib, turtilib, surtilib bir yo'liga tushib ketadi-da. Juda qiynalib. Men statistikalarni ko'rib turaman. Masalan, O'zbekiston endi baribir o'sha sobiq Sovet davlatlari nimasidagi davlatlarning ichida, MDH davlatlarining ichida tug'ilish eng ko'p tug'ilish odam soniga nisbatan eng ko'p bo'lgan mamlakatlardan bittasi, eng yetakchi o'rinda turadigan 1000 ta odamga 8.4mi, 9 taga yaqin tug'ilish. Yiliga deyarli 1 million. Ajrashishlar soni bo'yicha eng kamlaridan bittasi O'zbekiston. O'sha MDH sobiq Sovet davlatlari. Ko'paydi shekilli. O'shani aytmoqchiman. Ya'ni bu 2018-23-25-yillardagi tendensiyani olib qarasa 35 ming bo'lgan ekan 2018-yilda 35 minglar atrofida. Hozir 43 mingga yetibdi. Hozirgi 1 yil ichida bizga ajrimlar chiqayotganlar ko'paydi. Qarab chiqsam 2 oy yashagan, 3 oy yashagan, 1 yilga ham bormagan. Bular bizdagi Germaniyadagi ajrim bilan bizga murojaat qilayotgan yigit qizlarni asosiy sababi, endi O'zbekistonda yana boshqa sabablar bor-ku. Bilasizmi, anaqa bo'lyapti hozir. Yigitlar uylanish yoshiga kelib qolgan, o'qishga, ishga kelgan bu yoqqa, ota-onasi u yoqda qiz topadi-yu, yigit baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, Germaniyaga keldi, dunyo qarashi salgina shakllandi, o'zgardi. Hali bizda urlov so'zi bor-ku, ta'tilga borganida, 1 oylik ta'tilga borganda ota-onasi topib qo'ygan qizga uylanib keladi. 1 oy ichida to'y bo'lib ketadi. Na qizni yaxshi taniydi, na qiz yigitni yaxshi taniydi va uylanadida yigit qaytib keladi Germaniyaga. Yigit ayoliga hali oila birlashtiruv vizasini, hujjatlarini to'g'irlaguncha muddat o'tadi. Bu davrda hali na erini tanigan, na qaynona-qaynotasini tanigan qiz sovuqchilik tushadi. Begona oilada, begona odamlar bilan qoladi-da. Unga xo'jayinlar ko'payadi, shubha bilan qarashlar ko'payadi, salgina hali tashqariga chiqsa qo'ni-qo'shni qaradi bu kelinga boshqa degan anaqalar dashnomlar ko'payadi-da. Va haligi kelincha Germaniyagacha ham yetib kelmasdan, vaholanki to'ydan keyin 2 haftagina eri bilan yashagan, ajrashib ketdi. Yigit chiqyapti bu yoqda, bo'ldi men ta'zirimni yedim, O'zbekistonda uylanuvdim, mana shunaqa bo'ldim. Endi men Germaniyada yurgan qizga uylanmoqchiman deb chiqadi-da. Bizdagi Germaniyadagi asosiy ajrimlarning sababi, ajrashgan bizga chiqayotgan insonlarning sababi ko'pchiligi shu, 70-80% shu sababli. O'sha hozir bir mavzu oldin gaplashganimiz, ya'ni oila topib, oilani o'zi aralashib sovchilik qo'yib, o'g'il tanimaydigan, bola tanimaydigan qizni olib berishi yoki aksinchasi, ya'ni bu yoqda qiz yuribdi, uni oilasiga kimdir sovchilik qo'ygan va ota-onasi xo'p biz o'zimizni an'anaviy yo'ldan ketishimiz kerak, bu qizim tanimagan bilan deyishi mumkin-da. Dunyo qarashi to'g'ri kelmay qolsa ham ajrashishlar soni ko'p bo'lyapti-da. Albatta, dunyo qarashi, ya'ni ota-onani aralashuvi, baribir biz hozir 21-asrda internet juda rivojlanib ketgan, boshqalarni ko'radi, Instagram, YouTube, TikTokda ko'radi-da. Ideal oila boshqacharoq bo'lar ekan yoki o'zi o'qigan bo'lsa Yevropada yoki boshqa joyda o'qigan bo'lsa-da, uni dunyo qarashiga to'g'ri kelmasa, ya'ni qadriyatlar ham baribir o'zgarib ketmayapti. Mana shu ajrashishlarga o'sha kimnidir aralashishi yoki dunyo qarashi, narigi tarafni dunyo qarashi to'g'ri kelmasdan va u hozir gender tengligi bor yoki ayol kishi ham erkak kishidek bir xil eshitilish ovozini bir xil nima deydi uni, og'irligi baribir oilada tenglashib boryapti, tenglashish kerak va bu yaxshi
hisoblanishi mana shu ajrimlarga olib kelmayaptimi? Menimcha shunaqa sabablardan biri bo'lsa kerak. Sabablar har xil. Gender tenglik bo'yicha tushuncham bizda o'sish bor, o'sish ketyapti. Har holda bundan 10 yil oldin, 20 yil oldin yoki 50 yil oldingi davr bilan taqqoslaydigan bo'lsak, hozirgi davrda ancha o'sish bor. Ayollarni jamiyatdagi o'rni ancha o'sgan, faollashgan. Buni qabul qilmasdan ilojam yo'q edi va o'sish tendensiyasi har xil ketyapti. Masalan, siz tezroq o'sasiz, ayolingiz sekinroq o'sishi mumkinda. O'sha yerda hali muvozanat buzilishi bo'lishi o'zaro fikr suhbat bo'lmaydi-da. Ha. Yoki aksincha ayol o'sishga intilyapti-yu, erkak o'sishga tayyor emas, ayolni bosib qo'yishga harakat qilaveradi-da. O'sha joyda hali muvozanat buzilish holatlari kuzatiladi va bu qisman ajrimga sabab bo'ladi. O'zi men doim o'ylayman-da, ayollar, hozir ham sizlar ham o'zbek oilalari va o'zbek diasporasini kelajakda avlodlari shu yerda saqlanib qolishi uchun shunaqa tashabbuslar qilib, masalan, ayol kishi boshinglar bilan shunaqa narsalar qilyapsizlar. Men o'zi doim o'ylayman, ayol kishi o'zi erkak kishidan matonatliroq bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni buni nimalarda ko'raman? Masalan, erkak kishi bir 2 oyga qayergadir ketib qolsa, ayol kishi hamma narsani o'zi eplab turaveradi-da. Yoki 1 yilga qayergadir ketib qolsa. Lekin ayoli qayergadir 2 oyga, bir haftaga ketgan erkak hamma narsani eplay olmaydi. Ya'ni o'zi jahon urushlarida ham, undan oldingi davrlarda ham, undan keyingi talofatlar, undan keyingi jamiyatni o'qitish, infrastrukturani yangilashda doim ayollar roli juda kuchli bo'lgan. Mana shuni O'zbekistonda ham ko'raman-da, masalan, ayol kishi qila oladigan ishni erkak kishi qila olmaydi, lekin ya'ni erkak kishi qila olmaydi, ko'p narsalar. Yoki qilishni xohlamaydimi? Men o'ylayman, umri davomida o'sha narsani qilib ko'rmagan odam, bitta ko'nikmasi yo'q. Qilib ko'rmagan odam, u lekin oilaning ichida doim boshlig'iman, hamma narsani men qila olaman, qo'limdan hamma ish keladi deb yuradi. Lekin ayol kishi agar o'sha oiladan bir 2 haftaga yo'q bo'lib qolsa, o'shanda bilinadi, ya'ni qo'lidan kelmaydi-da. Ko'p narsalarni u qilmayotgan bo'ladi. Ya'ni oiladagi dinamikani asosiy qismini baribir ayol kishi olib kelayotgani orqa fonda qolib kelayotgan bo'ladi. Men shunaqa tushunaman. Mana shu joyda butun dunyo bo'yicha qaraydigan bo'lsak, hali sharq ayolini yutug'i ham mana shunda bo'lsa kerak. Biz sharq ayollari aslida dominantmiz. Biz hali turmush o'rtoqlarimiz orqasiga berkingan holda baribir dunyoni boshqarishga harakat qilamiz. Turmush o'rtoqlarimiz bilan birga sekin buni yotig'i bilan tushuntirib, o'sha janjal bo'lganda bosh ko'tarmasdan, lekin dadajonisiz, siz mana shu joyda mana shunaqa gapirdingiz, lekin buni bu yoq tomoni ham bor-da, deydi. Aqlli erkak buni eshitadi. Ha, to'g'ri aytyapsan, ayasi demasligi mumkin, lekin ichidan baribir tan olib, nimasini fikrini o'zgartirib, shunga qarab ketishi mumkin. Ayol kishi baribir bizni o'zbek ayollarimiz oilasi manfaati, bolalarini manfaatini o'ylaydi-da, birinchi o'ringa shuni qo'yadi bizni o'zbek ayollarimiz. Mana shu yerda bir hali og'riqli mavzu baribir sanchilaveradi. Bizni o'zbek mentalitetimiz qanaqadir shakllanib keldi. Men bu eski adiblarimizni kitoblarini oxirgi paytlarda juda ko'p o'qishni boshladim. 1920-yilgacha bo'lgan davr, 1920-yildan keyin hali xonliklar davri tugab, sho'rolar davri boshlangan davr va o'sha liberal davr boshlangan va hokazo davrlarda oila institutlari qanaqa shakllanib keldida, o'sha ayollarni jamiyatdagi o'rni va bolalarni va ilm fanga bo'lgan qiziqishlar. Hozirgi kunda albatta ayollar ancha hali 20-yillar bilan solishtiradigan bo'lsak, 100 yil nimasida, miqyosida o'sish ancha-muncha bor. Ammo bundan 100 yil oldin bitta inson o'g'liga birovni qizini so'rash uchun juda bir uni hurmatini joyiga qo'ygani, qizni kelin qilib tushirgandan keyin o'sha qiz uyga moslashib ketish, nimalar uchun qancha va'dalar berilgan, qancha inomlar qilingan va qancha uni ko'yniga qaralgan va bizni avlodimizni davomchisi keldi deb qaralganda hurmati bo'lgan.
bu nimagadir bizda mana shu 90 va 2020-yillar o'rtalig'ida qanaqadir bo'shliq bo'ldida kelin qilayotgan tomonga nisbatan juda bir past nazar bilan qarash bo'ldida. Qizni olib kelgandan keyin kelinga qul sifat qarash, kelin hamma narsaga chidashga majbur. Kelindan juda katta talablar, bu sarpa sudir deymizmi, xizmat qilish deymizmi, yoki har xil emotsional holatlarda ham uni tushunmaslik holatlari juda ko'p bo'ldida. Va 2020-yildan buyog'iga bizda qizil bayroqlar paydo bo'ldi. Qizlar bu sistemani qabul qilishmayapti endi. Endi qizlar real anaqa savol berishyapti-da. Biz nimaga buni qabul qilishimiz kerak? Majburmizmi? Bu yaxshimi siz uchun? Mana shu qizil bayroqlar paydo bo'lishi. Buni men hech qachon nimanidir yaxshi yoki yomon demayman. Buni hali qolish kerak baribir. Nima logika tomonini o'ylab qarash kerak-da. Qizlarni gapida jon bor, ya'ni ular nimagadir majburmi? Yo'q. Kelib sizni avlodingizni davom ettirish ularga kerakmi? Bu savol bor-da. O'sha sababdan hali qars ikki qo'ldan chiqadi degandek, oltin o'rtalikni saqlash, onalar kelinga nisbatan munosabatni o'zgartirish, yigitlar turmush o'rtog'iga nisbatan fikrini o'zgartirish, menimcha u qizlarning ham fikrini o'zgartiradi. Ya'ni meni bu uyda hurmat, ehtirom kutayapti deb kelish boshqa va meni bu uyda hali bir zug'umlar kutayapti, taftishlar kutayapti deb kelishi boshqa masalada. Qiziq, masalan, o'sha zug'um o'tkazayotgan odamni o'zi ham qachondir shunaqa kelgan-ku, ya'ni men doim o'ylayman. O'zi zulm ko'rgan bo'lsa, nimaga u o'shaning ichida his qilgan-ku? Keyinchalik nimaga yana kelinini shunaqa qiladi, ya'ni nevarasini onasi bo'ladi u baribir, ya'ni mana o'zimda bo'lgan narsa, qiz uzatganman-da. Qizim shu yoshligida bitta ishi anaqa to'g'ri qilmasa, ertaga mana shunaqa ish qilsang qaynonang seni urishadi deb ko'p gapirganman. Chunki onamdan shunaqa eshitganman-da. O'zim ham keyin hayotim davomida qizimga bilmasdan gapirganman shuni. Keyin to'y bo'lgandan keyin aytibdi-da, "Oyijon, rosa yaxshi ekan, bitta narsani xato qildim, urishmadilar. Siz urishadilar deb aytgan edingiz-ku" dedi. Yoki telefon qilsa, oyisi boshida 1-2 oy qo'rqdi. Qo'rqolma telefon olishga. Nega? Urishlari mumkin. Nega seni urishadilar bo'lmasa? Ular O'zbekistonda, qizim Germaniyada-da. Shunaqa qo'rquv bilan qilib qo'yganman. Keyin tushunda, "Yo'q, bu gapingiz xato bo'lgan ekan. Ha, kechirasan, men xato gapirgan ekanman" dedim. Shu o'zimiz ham shunaqa tarbiya qilib qo'yganmiz deb o'ylayman-da. Shu o'zimiz ham onalar qo'rqib shunaqa qizlarni shunaqa tarbiya qilib qo'yamiz deb o'ylayman. Endi har xil oilalar bor, siz aytayotgandek. Va siz zug'um o'tkazadigan degan, endi bizga menimcha oldindan bu narsalar bo'lgan. Internet rivojlanib ketganidan keyin olib chiqib kelyapti deb o'ylayapman. Nisbatan men ham o'sha aytvaman-ku, kitoblarimda o'qiganim bu balkim bir qanaqadir titul darajasida olib chiqilgandir. Biz ham o'sha hali nima deydi, naqalarni ko'rganmizda. Otabek Kumushlarni va o'sha kitoblarda o'qigan. Bundan bir asr oldingi hayot qanaqa edi va hozirgi zamon qanaqa ketyapti. Menimcha o'sha an'anani yo'qotmaslik uchun bu balansni saqlash muhim. Bo'lmasa biz an'anani yo'qotib qo'yamiz. Qizlarimiz kelin bo'lgisi kelmay qoladi. Germaniyada hozir menimcha o'sha ota-onasini hali Dilnoz opam aytganlaridek gaplaridan qo'rqib qolgan qizlarning nimasi bo'lsa kerak bu. Turmushga chiqsam, men uchun hamma yo'llar yopiladi. O'shaning uchun karyeramni turmushga chiqquncha qilib olishim kerak deb yosh o'tib ketayotgan qizlar bor. Bular hali 27-28 dan oshib ketgan, 35-37 yoshlarga chiqqan-u, lekin anaqasi real vaziyatni qabul qila olmaydigan. Masalan, deylik 30 dan oshgan qiz ancha karyera qilgan, ikkita topovoy universitetlarni bitirgan, yaxshi diplom bor, katta proyektlar qilishgan. Sizga o'xshab katta bir nimada siz bilan tengma-teng ishlasha oladigan bir anaqada rahbar lavozimida ishlashi mumkin, yaxshi oila olishi mumkin. U o'zini o'zi eplaydi, uni moddiy hech qanaqa muammolari yo'q-da, yetishmovchiliklari yo'q va u o'sha jarayonda o'ziga mos partnyor qidirishni boshlaydi-da, o'ziga mos turmush o'rtoq qidirishni boshlaydi va talablari o'ziga yarasha. O'qigan bo'lsin, menga o'xshagan rahbar bo'lsin, topish tutishi yaxshi bo'lsin, meni oyligimga qaraydigan bo'lmasin va uylanmagan bo'lsin.
Endi bu yerda tabiiy savol tug'iladida, bu narsani qizlarimiz o'sha qabul qila olmasligini, men vaziyatni real bahola olmaslik deymanda. Bitta omadi bor yigit, yaxshi o'qiyapti, yaxshi karyerada ketyapti. Bu yigit nazardan chekada qolmaydi. U yigit 25 yoshida yaxshi yigit bo'lsa, bironta bir qiz yo o'zi og'iz soladi yoki oilasi og'iz soladi, shu yigitni biz kuyov qilamiz dedi-da. U yigit masalan oila qurib bemalol karyerasini davom ettirib ketishi mumkin. U 30 yoshdan oshganida o'sha bolali bir yigit bo'ladi-da. U qizni talabidagi yigit demoqchiman-da. Endi u qizni talabidagi yigit uylanmagan yoki qanaqadir karyera qilgan boshqa degan yigitlarimiz, 30 dan oshgan yigitlarimiz albatta o'ziga bir 22-23 yoshli qiz qidiradi-da. Ya'ni mutanosiblik yuzaga keladi va qizlarimiz bu narsani tan olgisi kelmaydi. 35 yil yolg'iz yashadi yoki 30 yil yolg'iz yashadi, oyoqqa turdi. Endi bundan buyog'iga kerakmi menga oila qurish deb o'ylab qolishadi-da. Yolg'iz qolib ketishadi. Bu achinarli holat. Farzandsiz, yolg'iz bu oiladan o'tib ketish hech kimga bog'lab bermagan va bizdan qoladigan, bu dunyoda qoladigan eng asosiy nima? Bu menimcha farzandlarimiz, avlodimiz. Avlodsiz bu dunyodan o'tib ketish men uchun katastrofa bo'lsa kerak. Endi hali Alloh bermasa, nima deydi, oilasi bo'lib turib ham Alloh bermasa, bu taqdirni tan olamiz, ha. Biz har doim yigit va qizlarga aytamiz, karyera bilan oilani baravar olib ketinglar deb targ'ib qilamiz. Lekin biz ochganimizda masalan qizlarimizga, o'sha yon atrofimizga qizlarga aytsak, to'xtab turing, men institut bitirib olay deyishdi. Endi kelishyapti. Endi baribir o'sha payt 24 yoshli qizlar, mana hozir 4 yil ichida 28 yosh bo'lib qoldi-da. Endi qiyin u qizlarni uzatishimiz. Endi biz 30 yoshli yigitlarni topishimiz kerak. 30 yoshli yigitlarga 28 yoshli qizlarni aytsa, yo'q, katta deyshadi. 25 gacha bering deyshadi. Endi dunyoqarashga ham bog'liq bo'lsa kerak-da. O'shanga aytaman, gaplashib ko'ring siz deyman. Bir xil shunaqa qilib maslahat berib gaplashib ko'ring. Balki bir-biringizga tushib qolasizlar deb ozgina itarib borsak, bo'lib ketadi. Endi ular ham yolg'izda, baribir ota-onasi yonida emas. Ya'ni o'zi 35 yoshli yigit o'ziga 23 yoshli qizni qidirishini men absurd deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki dunyoqarash ikki xil bo'lib qoladi-da. Shunaqa qilishdi, mana 5-6 tasi bilan uchrashib ko'rdi bitta yigitimiz. 34 yosh, 23-22 yoshlilar bilan uchrashib ko'rdi. Yo'q, juda bolacha deyaptilar-da. Ha, bolacha, siz shuning uchun 30 yoshli qizni gaplashib ko'ring desam, yo'q, men 30 yoshli olmayman. Hali tug'ish kerak, yoshrog'ini topib bering deb turibdi. Lekin mana hali ham 4 yildan beri uylana olmadilar. Vaqt o'tkazyaptilar, hozir 34 ga chiqdilar. Bu o'zbekchilikni menimcha o'zgarish kerak bo'lgan, anaqa bo'lsa kerak. Butun dunyoda yo'q bunaqa hali ayol kishi erkak kishidan kichik bo'lishi kerak yoshi degan tushuncha yo'q-da bizda. Nimada? Butun dunyoda yo'q, O'zbekistonda bor bu. Bitta o'zbeklarga anaqa qilingan bo'lsa kerak. Endi Germaniyada unaqa talablarni qo'yish qiyinroq-da. Bu yerda baribir ko'pmasmiz, kamchilikmiz. Hozir hali absurd deganingizga bitta narsa esimga tushib ketdi meni. Absurdni juda ham bir hali o'tib ketgan holatlarni biz kuzatamiz. Uylanib ajrashgan yigit Germaniyada yuribdi bo'lmasa-da, bunday olib qarasangiz 4 yildan bir 5 yildan bir Germaniyada yuribdi, o'sha dunyoqarashi o'zgargan bo'lishi kerak, lekin nimagadir hali O'zbekistonga borganida qisqa muddatda uylanib kelgan, ajrashgan, o'sha oila birlashtiruv qilib olib kela olmagan, har xil gap so'zlar chiqqan, boshqa bo'lgan, ajrashgan, yana qayta kelyapti-da yigit. Deylik yigit uylanmasidan oldin ham bizda bo'lgan, loyihada bo'lgan, ketib bergan, bizdan o'ziga mos qizni topa olmagan va o'sha ta'tilida O'zbekistonga borganida qisqa muddatda ota-onasi o'ylantirib jo'natgan. Germaniyaga olib kela olmagan, ajrashib ketganda endi yigitga ham alam qilyapti, tushunaman. Hali bir hafta yashadi, mazasini tushunmay qoldi kelinida. Endi ajrashdi degan nomi bor, chimildiq ko'rdi. O'zbekchilikda hali chimildiq masalasi bor. Chimildiq ko'rdi, bokira qizga uylandi. Boshqa bir hali qizga endi og'iz solsa, uylangan yigit ekan deydi-da qiz. Lekin yigit hali tafs bo'lib qolganidanmi, yo'q, menga yana qiz bola kerak deb turib oladi-da. Mana bu absurd holatda. Ya'ni o'zini
baholay olmayapti. O'zini endi o'ziga o'xshagan ajrashgan qizga loyiq ko'ra olmayapti hali hamda. U yigit kishida u turaveradi, aynamaydi. Yana bitta bokira qizni olish kerak. Mana bu absurd holatda. Nimaga bizda qizlarni qadri shu darajada pastmi yoki bilmadim, yigitlarni onalari shunaqa tarbiyalashyaptimi? Bu yerda menimcha dinning ham roli bor. Masalan, ayol kishini o'sha bokira bo'lishi kerakligi haqidagi ya'ni erkak kishi ko'p xotinlik mumkin bo'lgan, ya'ni ayol kishi bitta turmushdan chiqsa, uni o'sha bokiralik mavzulari dinda ham juda chuqur nima qilingan-ku, men o'shani o'ylayman. Ya'ni dinda konkret bu haqida keltirilgan bir nimalar yo'qda, faktlar yo'qda. Ya'ni bokira bo'lish kerak. Ya, uylanmagan anaqa bo'lishi mumkin yoki turmushga chiqa olmayotgan, qiynalayotgan qiz bo'lsa bo'lishi mumkin. Lekin erkak kishi mana o'ylandi, ajrashdi, bitta real u o'zini yana bitta bokira qizga munosib ko'ryapti-da. Ya'ni ajrashgan qiz menga munosib emas deyapti-da. Bu absurd holat. Nafaqat yigit, balki oilasi ham shunaqa o'ylaydi. Men bitta hayot o'zi bitta tanishim bor. Endi balki u ko'rishi ham mumkin bu nimani. Bir marta uylandi, O'zbekistonda ota-onasi bitta qizga uylantirdi, bu yerda yashaydigan bola. Keyin siz aytgandek 2 oy yashadida, qaytib keldi, olib kela olmadi. U qiz ketib qoldi. Ya'ni oilasi u yoqdagi ota-onasi bilan kelisha olmagan. Qishloqda yashaydigan, endi o'sha tanishiga uylantirgan. Keyin yana oradan 2 yil o'tyapti, yana boryapti, yana o'sha hali erga tegmagan qizni yana unga olib berishdi. Ikkinchi marta. U yana yashadi, 3 oymi, 2 oy yashadi, yana qaytib keldi. Yaqinda 3-marta uylandi. Va bunda ham shunaqa, ya'ni turmushga chiqmagan qizga 3-marta uylandi va men shu safarda uydagilar pasportini olib qo'yganmi, kela olmadi keyin. Qaytib kelmadi. Kim? Yigit qaytib kelmadi. Yigit qaytib kelmadi. Ya'ni o'zini xohishida kelish kerak edi. Men shu yerda o'ylayman, doim boshidan o'zi xato bo'lgan deb o'ylayman. Ya'ni bu yigitni o'ziga qo'yib berish kerak edi. Uni chunki dunyoqarashi boshqacha bo'lishi mumkin. Uyda ota-onasi bilan qolgan va u yoqdan qizni olib kelishiga bu student bo'lgan bolani imkoniyati yetmagan bo'lishi mumkin. Bu yerda faktorlar ko'p, lekin agar shu yigit boshidan shu yoqda bitta qizni topganida, u bilan ajrashmasdan yashagan bo'lardi, katta ehtimol bilan deb o'ylayman. Ya'ni hozirgi hayotida ham shuncha yil bu yoqda o'qigan, keyin ishga kirgan bolani hozir 36ga kirgan bolada. Shu bolani hozir O'zbekistonda mana 1 yilga yaqinlashib qoldi. 1 yildan beri vizasi ham kuyib ketdi, u yoqda qoldi. Yaqinda gaplashdim. Endi kelish yo'llarini qidiryapti va men o'ylayman, u bola kela olmaydi endi. Ya'ni bu bolani hayoti butunlay oila uchun o'zgarib ketib qoldi. Menimcha ota-onani anaqasi bo'lsa kerak, biz davrimizda ham bo'lgan bo'lsa kerak. Bu ota-onalar bolasiga nisbatan mulki deb qaraydi va xohlaganicha boshqarishi mumkin degan o'sha katta bo'lgan yigitni ham masalan pasportini olib qo'yish, bu bundoq qaraganda jinoiy javobgarlikka tortiladigan va bizni o'zbekchiligimizda bolalarni tarbiya qilganda hali ota-ona ulug' deymiz, ota-onani ulug' deb tarbiyalaymiz, lekin ota-ona ham o'sha ulug' bo'lishga munosib bo'lishi kerak menimcha. Ota-ona nima deydi, xohlagan ishini qilishi mumkin, ya'ni farzandini xohishiga qarshi borishi mumkin, farzandini xohlaganicha boshqarishi mumkin degan nima berilmaydi menimcha. Ya'ni shu taqdiri bilan o'ynashish, kelajagi bilan o'ynashish degan masalalarda bu ketishda aytmoqchi bo'lganim, meni qo'rquvim, ya'ni o'sha ota-ona aziz zot degan titulni yo'qotib qo'yamiz biz. Agarda ota-onalar bunga munosib bo'lishmasa. Chetga ketgan bolalar fikrlashi ikki xil bo'lib qolyapti-da. Qishloqdagi onalar bilan Germaniyadagi ikki xil fikrlashadi. Qiyin. Siz aytayotgandek holatlar uchragan yigitlar borda, Germaniyada uydagilari bilan shunaqa muammolar bo'lgan va u yigitlar bilasizmi, ko'pgina hollarda yoki boshqa millat qiziga uylanadi yoki oilasidan uzoqlashadi. Bormay qo'yadi O'zbekistonga. 10 yillab bormagan oilalarni bilaman. Erkaklarni bilaman, Germaniyada qolib ketgan.
mulk sifatida qaralish ham borda, farzand O'shada. mani mulkim, kelajakka investitsiyam. Shunaqa. O'shaning uchun men hal qilishim kerak, chunki buni o'zi ko'p narsani tushunmaydi tushunmaydi degan qarashlar bor. Ya'ni o'zi mana Germaniyada yashab bir narsani tushunganman, bolani yoshligidan tarbiyalaganda uni katta odamday fikrlashga qo'yib berib, o'zi bir individual shaxsligini tushuntirib, ya'ni u bola masalan 3-2 sinf bolalari bilan gaplashsangiz, u katta odamdek fikrlaydi. Bizni jamiyatlarda yosh bolani bola sifatida ko'riladi va bu chegarasi qachon tugashi aniq emas. Ya'ni uylangandan keyin mana san endi mustaqil hayotga yo'l qo'yding, bor desa gandiraklab qoladi u bola. Chunki u doim ishda ham shunaqada, masalan boshliq lavozimlarida ishlasangiz, ayniqsa O'zbekistondan kelib Germaniyada ishlasangiz, o'zingizga doim boshliq qidirib yurasiz. O'zi siz boshliqsiz. Lekin o'zingizga doim kimdir menga buyruq berish kerak. Ya'ni yoki taftish qilib turish kerak. Shunaqa odam bo'lib qoladi. Ya'ni men juda ko'p O'zbekistonda va boshqa joydagi hozir jamiyatda faol bo'layotgan, katta lavozimlarda bilimli odamlarni kuzatsam, doim o'sha onasi va otasi o'qimishli, liberal tarbiya bergan. Ya'ni bu yerda din bor, dindan chiqib ketgan demoqchi emasman. Lekin o'shani shaxs sifatida shakllanishida juda roli katta. Ya'ni o'qigan, yoshligidan fikrini aytgan va bu kelajakda o'sha 50 yoshga kirgan odamda ham o'sha travmalar bo'lmasligi uchun yoshligidan harakat qilingan. Ya'ni hozirgi o'sha ajrimlarda ko'pchilik, men keyin kecha qarab chiqdim, ajrimlarda nimalar sabab, masalan iqtisodiy sabablar bo'lishi mumkin. Keyin ota-onaning roli ham juda katta ekanda bizda. Uchinchi shaxs aralashuvi yoki ijtimoiy tarmoqlar roli yoki solishtirish kim bilandir o'zini katta ekan. Ijtimoiy tarmoqlar roli va solishtirish aynan o'sha ota-onani bolasiga nisbatan shaxs deb qaramaganidan kelib chiqadi. Agar uni shaxs deb tarbiya qilgan bo'lsa, uni fikri bilan qiziqqan va uni mustaqil qilib tarbiyalagan bo'lsa, uni mustaqil fikri bor. Uni na ijtimoiy tarmoq buzadi, na jamiyatni fikri buzadi. Uni o'zini fikri bor va u o'ziga qulay yo'lni tanlaydi-da. Shunaqa. Ya'ni ta'limning ham roli katta ekan. Hozir ko'pchilik Instagram tarmog'ida juda ko'p masalan reelslarni ko'radi yoki boshqa narsalar, baxtsizlikka eltib ketadigan yo'nalish asosan shu yo'nalishda. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilayotgan kontentlarni juda ko'pchiligi 180 gradus teskari holatda yashayotgan odamlarni holati bo'ladi. Ya'ni qaysidir vaziyatda nimagadir erishsa yoki o'sha fonda nimagadir erishdim deb qo'yilgan kontentlar ko'p bo'ladi va buni o'sha uyda o'tirib ko'rayotgan odam qachondir baribir o'sha yo'nalishga ketib qolayotgan holatlar ko'p bo'ladi. Odamlar zo'r yashayapti, men qolib ketyapman degan nima tushuncha hosil bo'ladi asosan. Lekin odam har doim o'zini naqa qilib ko'ra bilishi kerak, taroziga solib ko'ra bilishi kerak. Uyda o'tirib qoldi nimaga? Balkim kasaldir, balkim farzand tarbiyasi bilan banddir. Bu eng kerakli davrda, o'zi hayotimizdagi eng muhim davr hisoblanadi hali onalik. Farzand tarbiyasi bilan yashayotgan. Mana shu o'rinda Dilnoza opamga kam gaplaman, rosa anaqamanda. Lekin Dilnoza opam anaqa nima deydi, maqtovga loyiq insonlar o'zi. Germaniyada farzandlarini 4 ta farzandni mana voyaga yetkazib, endi kichkinalari endi kelyapti, lekin umid qilaman baribir akalariga, opalariga ergashadi-da, o'sha tarbiyani oladi. Bularning oilasidagi farzandlarning orasidagi aka-ukachilik, ahilchiligi bor-ku, bir-birini qayg'urishi. Menimcha O'zbekistonda ham yo'q-da. Bu aynan mana shu qadriyatni saqlab qolish muhim. Aka o'z yo'lidan ketsa, uka o'z yo'lidan ketsa, bir-biridan xabar olmasa, menimcha bu hali oila parokanda bo'ladi, oila bo'lmaydi. Va Germaniyada bu narsani saqlab qolish juda ham qiyin masala. Hali Germaniyada shaxsiy chegaralar bor, farzandga shaxs deb qarash va farzandni o'zini xonasi bo'lish, unga nima deydi, biz mulk deb qaramasligimiz, ish qildirmasligimiz yoki ish buyurmasligimiz, og'ir ish qildirmasligimiz muhim va bolani egosini charxlab qo'yamiz-da bir xillarda. Men qilmayman, kerak emas, kerakmi, o'zing qil deb ketadi-da bir xillarda bolalar. Yoki salgina hali qattiqlashib, qo'pollashadigan bo'lsangiz, boradi-da, nimada maktabida nimaga aytadi, keyin Jugendamtdan kelishadi o'zingizga, nima gap, nima janjal debdi.
O'shaning uchun muvozanatni saqlash va aka ukani opa singillar orasidagi mehr oqibatni birlashtirib turish, menimcha bu hali sen shunaqa bo'lishing kerak, sen shunaqa qilishing kerak emas, buni ko'rsatib berish. Kel, birga shunaqa qilamiz. Kel, birga biz anaqa kechki ovqat qilamiz, birga ovqat qilamiz yoki vaqti kelganda ona bolalariga men kelgunimcha kartoshka tozalab qo'yasan, posudalarni yuvib qo'yasan, kirlarni dazmollab qo'yasan. O'g'il bolaga hamda aytish bu muhim. Ya'ni u o'sha uydagi qaysidir ishlarni qilayotganini his qilishi va oilani bir bo'lagi ekanligini his qilishi muhim. Germaniyada bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi, farqi yo'q. Lekin Germaniyada siz ham mana yosh oilalardan birisizda, siz qatori ko'pgina oilalar arosatda qolib ketishgan, bolani qanaqa tarbiyalaydigan ota-onasi yo'qda, yonida hali anaqa yo'lga solib turadigan, hozir aytganingizdek o'ziga boshliq qidirib qoladi. O'sha boshliq yo'qligidan yo oilasini qo'yib yuboradi, bolalarni nemis jamiyati tarbiyalab beradi nemischa qilib, keyin hali bolasidan qoniqmay yuradi yoki hali juda bir hali qattiq qo'llik qilib yungin tamp bilan muammoga duch keladi. Mana shu joyda muvozanatni qanday olasizlar? Masalan, 4 ta farzand bo'lsa, hozir kichkina qizingiz, Katta farzandimiz 25 yosh, turmushga chiqqan. Keyingi mana hozir universitetni bitirdi. Keyingi farzandimiz 22 yosh, hozir informatikada o'qiyapti. Keyingisi hozir gimnaziyada 16 yosh. Men o'zbekcha gaplashyapsizlar-da, qizingiz bilan bog'chaga boradi, ya'ni asosiy kirganinglarda bo'ldi. Endi sizlar o'zbekcha gapirishinglar kerak deyman. Hozir kichkinamiz bog'chaga borayotgan, bog'chadan keladi, nemischa gapiradi. Bizning tilga o'tib olgin deyman. Keyin dod turadi, ha deydi, keyin o'tib oladi. Shu harakat qilaman, bir-biri bilan gaplashganda ham faqat o'zbekcha gaplashinglar deyman. Keyin ko'proq shu oyi dodalarni chaqiramiz yoki O'zbekistonga boramiz, ko'proq gaplashinglar deyman. O'sha kunlarimiz bor, oyi dodasiga telefon qiladigan kunligi bor. Shu hammalik o'tirib, o'zligini bir hafta nima qilishganini gapirib berishadi. Biz haqimizni bilib tursin deymiz. Shu narsani shu kelgan kunimizdan boshlab qoida qilib qo'yganmiz. Hozir 20 yildan beri o'sha qoidani kutib turishadi. Bugun shanba, dodoyimga telefon qilishim kerak, bir hafta nimalar qilganimni aytib berishim kerak deb turishadi. Ularni ham borligini bildirib turamiz-da. Oyi dodani ham kimligi muhimda. Oyi doda, ya'ni nevaralarni qachon ekzameni bor, qachon qaysi fandan nimani topshirayapti, bunga qiziqishadi-da. Kutib turishadi, biz duo qildik, bugun imtihondan chiqdingmi, chiqqandan keyin telefon qilib qo'ygin deyshadi. Ular yoqda kutib turishadi, chiqdingmi, qilib qo'y dodey oilaga telefon deyman-da. Ular ham bilishadi, qaysi kun imtihonlari bor. Ancha uzilib qolmaganmiz, o'zi 2 yilda, 1 yilda borsak ham, lekin biz haqqimizda har nima qatga boramiz. Bugun o'sha dam olishga ketyapmizmi? Biz ketamiz deb aytib qo'yamiz. Mana shu soatda bo'lmaymiz deb aytib qo'yamiz. Biz haqqimizda hamma ma'lumotni bilishadi. Uzilib ketmaganmiz. Shu ham muhim deb o'ylayman. Keyin shu bir-birligiga harakat qilaman. Yordam beringlar, ishlarda yordam beringlar deyman. Katta qizimiz bilan uzatganimizdan keyin hozir o'g'illar bilan qoldik, lekin uy ishlarini baribir bo'lib qo'yganmiz. Birga qilamiz. O'g'il bola, qiz bola ajratilmaydi, birga qilinadi hamma ishlar. O'zi bunday olib qarasangiz, masofa hozirgi davrda rol o'ynamay qoldi-da. Masalan, biz Toshkentda universitetda o'qiganimizda ham aslida 1000 kilometr, lekin o'zingizni shunaqa his qilardingiz. Men baribir uyimdan uzoqda emasman. Ya'ni telefonda gaplashardik, tez Xorazmdagi sinfdoshlarim bilan har kuni yozishasiz, videoda gaplashasiz. Hozir mana 5000 kilometr, 6000 kilometr Yevropani markazida turib ko'pchilik o'ylaydi, aslida biz dunyoning u tarafidamiz deb. Lekin xuddi o'sha Toshkent bilan Xorazmdagi munosabatni bu yoqda ham qilsa bo'ladida. Bo'ladi, lekin ko'p yoshlar xohlashmaydi. Ular boshqacha fikrlashadi, ular bizga tushmaydi deyshadi, uzib qo'yishadi aloqani-da. Shu yaxshi emas deb o'ylayman. Baribir ular ham xohlaydi navarasi haqida bilishi. Bolalar uchun ham, muloqot uchun ham yaxshi-da, o'zbekchasi uchun yaxshi. Uning uchun oyi dodalar ham, o'sha bu dodalar ham qiziqish kerak navarani anaqasi bilan, hayoti bilan, kayfiyati bilan, nima qilayotgani, qanaqa do'stlari bori. Gapirib berganda bir xillar masalan ko'tara olmaydi, lekin boshqa odamlar bilan boshqa odamlarning g'iybatini qilib o'tirishi mumkin. Lekin aynan navarasini nima qilayotganiga vaqt ajratishga erinishadi-da ko'pchilik. Va ona ham muhim deb o'ylayman. O'sha ma'lum paytda bola tarbiyasida ona ishdan kamaytirib, imkoniyatlar bor-ku.
ish soatini kamaytirib Tarbiya ko'proq qilish. vaqtini farzandlariga o'tkazish kerak. Bu juda muhim. Ko'plar bilaman, hozir yosh oilalar qiynalayotganlar xortga berishadi, maktabdan keyin bolalarni qaraydiganga berishadi yoki ishchi olib qaratishadi. Keyin bolasini ona emas, ular tarbiyalab qo'yadi-da, keyin uni so'zini уже o'tmaydi. Ona avtoritet emas, ota avtoritet emas oilada. Shuning uchun ko'proq men har doim harakat qilaman, shu bog'chani ham 2gacha ham beraman yoki o'sha maktabdan keyingilarga hech qachon qoldirmaganman bolalarimni. Olib kelib o'zim birga qilib, birga tayinlantirgan. O'sha kerak paytda o'tirib turib bolalarga qarash kerak. Shu narsa juda muhim. Bu yerda endi oiladodalar yo'q. Bolalarni shunda o'zingiz tarbiya qilasiz va sizni ko'proq eshitishadi. Siz o'zingiz ishlaysizmi? Yarim stavka bo'lsa ham? Ha, yarim stavka ishlayman, lekin o'sha ma'lum paytda bolalarim bilan shug'ullanganman. O'sha katta yordam bergan deb o'ylayman-da. Ya'ni o'zi yoshligida ko'proq qabul qiladigan paytida yo'nalishni tanlab olishda. O'sha qizim ham eslaydi-da, men sizdekka bo'laman deb, bo'lmasa mana shu maktab bitirdi, shu yerda universitet bitirdi-da. Endi hozir farzandli bo'lish niyat plan qilishyapti. Qanaqa qilasan? Ishlaysanmi? Xudo nemischa o'ylayman ekan deb savol berib ko'raman-da. Ishlaysanmi sen ham? Desam, yo'q, men xuddi sizdekka qilaman, men bolalarimga kerakman. Men unaqa nemislarga o'xshab 8 soat ishlashni xohlamayman. Yo 4 soat, yo 6 soat ishlayman. Ko'proq vaqtimni bolalarimga o'tkazishni xohlayman. Men shu yoshligimda men bilan birga bibliotekaga borganingiz, men bilan birga dars qilganingiz menga yoqqan deydi-da. O'sha narsani men ham qaytaraman deydi. Bo'lmasa bolalarim bitga tortilib ketib qoladi, nemis bo'lib ketadi deydi-da. Siz bilan bitta universitetda o'qiganlar, sharqshunoslikni, magistraturasini ham bitirganlar. Turkologiyada. Mitrofanova. Va buni o'sha magistr darajasidagi ona bolalarini tarbiyasida sarflagan bu nimani bilimlarni. Bolalarni tarbiyasida sarflagan deganda mana ko'pchilikda tushuncha bo'ladi. Men bolam bilan shug'ullanishim kerak deb hali bo'rttirib yuborishadi yoki oshirtirib yuborishadi. Anaqa kurslarga berib tashlashadi yoki qanaqadir bir kerak emas qo'llanmalarni olib kelib uyda bolani boshini nimadan ko'tarmasdan dars qilish kerak. Yo'q, ona bilan bola birgalikda ovqat qilishi, keks pishirishi, uyni tozalashi, aylanishga chiqishi, o'shani yasaydigan legolarini birga qilishi ham bola uchun motivatsiya va onasini birga ekanligini, oilada birga ekanligini yoki o'sha ota ham ishdan kelib bolasiga ozgincha vaqt ajratishi va bugungi kuni qanaqa o'tgani, nimalar bilan shug'ullanganini so'rashi bola uchun yaxshi anaqa bo'ladi, bog'lanadi oilaga. Ya'ni u muhim shaxs oilada, u bilan qiziqishyapti, uni kuni qanaqa o'tgani, qanaqa kayfiyatda bo'lgani, do'stlari kimligi haqida qiziqishyapti. Ya'ni ota-ona bilan yaxshi bog'lanadi-da. Ota charchab kelsa ishdan-da, yaxshimisan desa, ovqatini yesa, kirib yotsa. Va faqatgina hali hafta oxirida vaqt ajratishi bu ancha uzoqlashishga olib keladi. Bolalar o'spirin davrida hammasi o'zini xonasiga qamalib oladigan, ota-onasi bilan hissiyotlarini bo'lishmaydigan, do'stlari haqida gapirmaydigan bir shaxslarga aylanib qolishadi-da va keyinchalik ota-onani ularning hayotidagi ahamiyati kamayib boraveradi. Masalan, muhim qarorlarni qabul qilayotganda ota-onani shunchaki ogohlantirib qo'yishi mumkin. Men falon universitetga kiryapman. Buni muhokama qilmaydi ota-ona bilan. Kirmoqchiman. Bu yoqda jamiyatda, maktabda yoki maktabda asosan bularga baribir shu narsa o'rgatiladiki, san o'zing shaxssan va san qadriyatlaringni o'zing belgilashing kerak deb asosan bular endi maktabda bu yerda o'qigandan keyin biz hozir aytayotgan mavzular asosiy o'sha chet elda yashayotgan va Yevropada yashayotgan o'zbeklarni eng katta muammolaridan bittasida. Ya'ni men shu joyda doim o'ylayman, hop bizni o'zbek qadriyatlarimizni bunaqa yo'l bilan singdirish uchun namuna bo'lishi kerak ota-ona. Ya'ni bola doim kritik fikrlash bu yoqda kuchli-ku, ya'ni tanqidiy fikrlash. Bola doim keladida, siz avtoritet aytganingizdek, siz avtoritet emassiz uning uchun. Agar siz o'sha kelib san bolamsan, san men aytgan ishni qilishing kerak, yo san vazifangni qilishing kerak, san 5 baho olishing kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Faqat buyruq yoki shunaqa tavsiyalar berish bu yerda o'sgan bolalarga erish tuyuladi. Ya'ni nimaga o'zi qilmayapti-da, o'zi menga namuna bo'lmayapti.
nima uchun qilishim kerak bu aytgan narsani degan, ya'ni yildan yilga bu narsa ortib borib, o'ylayman shu siz aytgandek oxirida universitetga kirsa, universitetga kirdim, 2 oy oldin kirgandim, eslatib qo'ymoqchi edim bir deb qo'yishgacha olib boradi menimcha. Gaplashib buni qiziqishlarini o'rganishingiz kerak. Menda ham bo'ladi, masalan, o'g'il bolalar keladi, u qiziqishini men umuman bilmaydigan programmalarni aytishadi, masalan, informatikada o'qiydi, lekin men bilan gaplashgisi keladi. Keyin kelgunicha haligini internetdan topaman, qidiraman, o'rganib chiqaman. Ozgina ma'lumot olaman, endi chuqur kirib ketmayman, ma'lumot olaman. Keyin o'sha gapirayotganda savol bersam, "Ha, siz bilasizmi?" dedi, ketdi-da, keyin yana ulanib ketadi, qiziqib ketadi. Onam bilar ekan, onam qiziqishi bor ekan men haqimda dedi. Qizimda ham shunaqa qilganmiz. Nimaga qiziqayotgan bo'lsa, qaysi yili gapirardi, jim eshitib olardim, ertaga o'qishiga ketishdan tez ochib o'qib o'rganib olardim-da. Keyin o'rganib olib, keyin u bilan keyin shu diskussiya qilsak qiziqardi-da. Onam bilan gaplashaman, gapimiz bor, temamiz bor derdi-da. Siz bilasiz, xursandman shu temalarni bilasiz derdi-da. Shuning uchun muloqot juda kerak. Sabr muhim, onalar uchun ham, otalar uchun ham. Biz bolalarimizga qo'lidan olib qilib berishimiz kerak emas. Hali biz kichkinaligimizda bo'lardi, ota-onalar bolasini qila olmaydi deb darsini tayyorlab berardi-da. Yo'q, bolani qancha sekin qilmasin, sabr bilan kutib, qilyapsan, buni qanaqa qilyapsan, bu qanaqa bo'lar ekan deb boladan qiziqib so'rab olsangiz, bola gapirib beradi o'zini tushunchasida-da. Siz uni yo'q, buni noto'g'ri qilyapsan, buni bunaqa qilishing kerak emas. Buni bunaqa qilsa-chi deb boladan so'rashingiz mumkin. Aytib beradi bola o'zini tushunchasida, o'zini tilida. Va yoshiga moslashib boraverasiz. Eng katta nima bu yerda sabr bo'lsa kerak. Sabr bilan bolani qadamlariga va bolani tempiga moslashish. O'sha men ham doim yo'nalishni belgilashda hech bo'lmasa kitobga qiziqtirish uchun o'zimiz kitob o'qishimiz kerak deyman-da. Ya'ni ikkita odam kitob olib o'qib o'tirsangiz, sizni farzandingiz kelib u ham qiziqishni boshlaydi. Ya'ni namuna bo'lishni men birinchi o'rinda ko'raman doim. Ya'ni o'zim namuna bo'la olsamgina bolangiz o'sha ishni qila olishi mumkin. Chunki doim kritik fikrlaydigan jamiyatlarda bu narsa sizni ertaga o'sha aytganimizdek avtoritetingizni tan olmaslik darajasigacha olib borishi mumkin. Hozir ko'p yosh oilalar bu yerda o'sha maktab sistemalarini ko'rib, vahma tushib, qaytib ketishayotganlarni ko'rdim. Yaxshi karyeralar qilgan oilalar qaytib ketdi-da bolalari bilan. Men aytdim, "Yo, to'xtang, hozir butun dunyoda qiyin bola tarbiyasi. Lekin siz o'zingiz asosiy anaqa siz o'zingizsiz. Farqi yo'q, O'zbekistonmi, Germaniyami, farqi yo'q hozir. O'zingiz o'rnak bo'lsangiz, bola o'zi chiroyli tarbiyalanadi." Men ko'pchilik qaytib ketayotganlarni eshityapman. Men o'zim ham ko'pchilikni ko'rdim. Aynan mana shu narsadan qo'rqishyapti-da. Hali nimada Amerikada bo'lgan bitta voqeani eshitdim, balkim sizlar ham eshitgandirsizlar. O'spirin yoshidagi bitta yigitcha, otasi truck driver bo'ladi. Hali yigitcha har xil nimadan porno saytdan videolar ko'rayotgani onasi ko'rib qoladi-da. Tanbeh bersa onasini eshitmaydi, tinglamaydi. Otasi kelganida otasiga aytadi-da turmush o'rtog'iga. Va ota kirib o'g'liga gapirmoqchi bo'lsa, otani yuziga eshik yopadi, chunki otani u deyarli ko'rmaganda, nimada traktda yurgan. Va bolani o'sha gapiga kirmagani va nimaligi uchun, qo'rsligi uchun ota uradi. Urganda ham o'sha bitta shapaloq deyildi, bilmadim endi qanaqa nimada urildi. Bola politsiyaga telefon qilib otasini beradi, otasini qamashadi va otasini oldiga borganda hali bola "Sen meni urding, meni urishga haqqing yo'q edi" deganda bundoq qaradida bir o'zbek yigiti yo aka gapirayaptilar. Ya'ni buni ayblab, qoralab, shunaqa buni negizichi qandoq kelindi bu joygacha? Bu yigitcha hali o'spirin yigit qandoq qilib otasini shu darajagacha olib keldi yoki ota bolasi bilan oradagi kontakt uzilib qolganda keldi. Agar biz ham jiddiy qaramasak, mana shunaqa munosabatga kelamizda. Buning uchun kontakt muhim va o'shani qo'l ko'tarmasdan ham hal qilish mumkin demoqchiman-da. Ya'ni bolani o'zini yo'sinida, bola bilan gaplashishdan qochsa, bunga har xil sharoit yaratish, muhit yaratish va uni nima xohlashini aniqlashtirish orqali bolalar o'spirin yoshiga kelganida juda qiynalishadi ota-onalar. Va hali Aziz opani tanisangiz kerak gaplar bor, juda menga yoqadi. Bolani
bolalarimizni, bu yerdagi bolalarimizni do'stlari kimligini bilishimiz muhim. Uning uchun uyimizga bolalarimizni do'stlari bilan taklif qilishimiz kerak va do'stlarini tanib olishimiz. Qanaqa oiladan, bolam qanaqa bolalar bilan do'stlashyapti, ularga qanaqadir pikniklar qilib berish, o'yinlar qilib berish va o'sha bolalaringizni qanaqa insonlar bilan do'stlashayotgani va shakllanishini aniqlashtirib olsangiz bo'ladi. Bu juda ham muhim. Ya'ni siz har doim baribir nimada nazoratda ushlab turasiz, lekin bosim qilmagan holda, uni kontrol qilib yoki unga hali bir kritikalar bilan anaqa qilmagan holda boshqarasizda bolangiz. Bolani o'zi asli jamiyat tarbiyalaydi deganini nimasi, ma'nosi mana shu. O'sha maktabda o'rgatilayotgan narsalardan ham menimcha qo'rqish kerak emas. Bizni xalqimizda eng katta qo'rqiladigan bu menimcha jinsiy tarbiya degan joyda ko'pchilikda tushuncha borki, bir noma'qul narsalarni o'rgatishadi debdi. Aslida o'zi bu fiziologiya va hali tabiat qonuni bo'lgan narsalardagi o'zgarishlar qanaqa bo'lishini tushuntiriladi. Bu menimcha kerakli narsa, ya'ni bu chegaradan o'tish va qandaydir erkak va ayol munosabatlari, kontaktga kirishish degan narsalar emas. Albatta, bu o'sha bizdagi tabiatimizdagi o'zgarishlar va gigiyena holatlari bolalarga o'zini yoshiga moslab tushuntirib boriladi va buni bilishi juda ham muhim. Bizda ayrim bir davrlarda shakllanib qolganki, ayolga birinchisi erkakning ehtiyojini qondirish, ikkinchisi farzand tug'ib berish, uchinchisi xizmat qilish deb qaralganda, o'sha narsadan biz ancha chiqib ketdik, erkaklarimiz chiqib ketdi, lekin baribir hali asos qolib ketgandek tuyulaveradi-da, ayolga baribir o'sha ehtiyojini qondirish obyekti sifatida qarash tushunchasi qoladi. O'sha oila institutini farqi menimcha Yevropada yoki Germaniyadagi bitta oila qurilganda nima asosida quriladi-yu, o'zbek oilasi nima asosida qurilishi farqi o'shanda bo'lsa kerak. Nemis oilasi qurilayotganda bu insonni insoniyligi birinchi o'rinda. U ayolga ehtiyojni qondirish obyekti sifatida qarash emas. O'sha inson bilan qanchalik qiziqishlari mos keladi-yu va birga bo'lmoqchi. Eng birinchi ehtiyoj bu o'sha insonga nisbatan qanaqadir iliqlik bor. Ikkita inson juft bo'ldi, yashayapti. Endi keyingi etap farzandli bo'lishga qaror qabul qilish. Va buni kelishgan holda farzandli bo'lishga qaror qabul qilishadi. Endi men hozir hali tartib bilan quriladigan oilani aytyapman. Yevropada biz bilamizki, o'zi bilmagan holda maktabda ham hali homilador bo'lib qolgan, turmush o'rtog'isiz, partnyorsiz farzand dunyoga keltirgan insonlar ham ko'p uchraydi. Men bularni nazarda tutmayman. Hali aql bilan oila quriladigan bir jarayonni nazarda tutyapman. O'sha ketma-ketligi borda. Farzandli bo'lishga qaror qabul qilishadi. Farzandli bo'lishga qaror qabul qilganda deylik kurslarga borishadi, ota-onalik kursiga borishadi. Tug'ruq jarayonida erkak partnyor qatnashadi va bu narsani his qilgan holda billa-billa olib ketishadi. Bu Germaniyadagi oila instituti o'sha nimaga asoslangan va farzandga o'sha tug'ilganidan shaxs sifatida qarash shakllangan. Bizda mana shu joyda salgina hali oqsoqlik borda. Ayol kishiga birinchi nima erkakning ehtiyojini qondirish, u chiroyli bo'lish kerak, u talablaringizga javob berish kerak, u shirin so'z bo'lish kerak, shirin ovqat pishirish kerak. Hammasi bitta anaqaga qo'shiladi, bitta nimaga solinadi, hali flakon deymiz-ku, bitta nimaga. Germaniyada oilalarda xiyonat juda kam uchraydi. Deyarli ko'rmaysizda, partnyor bo'lib yashayotganda erkak ayolini ustiga boshqa ayolni olib kelib yashamaydi yoki boshqasi bilan ketib qolish holatlari juda kamdan kam. Men yo'q demayman. O'zi oila parvar deganda bizda O'zbekistonda boshqacharoq tushuncha borda. Yevropaliklar umuman oila xohlamaydi, ular faqat o'zini o'ylaydi degan narsalarga men sal boshqacharoq qarayman. Ya'ni masalan siz aytganday nemis ikkita 35 yoshga kirgan yigit va qiz oila qursa, bu bir-biriga bu ishonch tepasiga qurilgan oila bo'ladi va keyin farzandi bo'lsa, bularni tubdan hayot o'zgarib ketadi. Ya'ni oldin qilib yurgan ishlarini
50%, 100%gacha yo'qotib yuboradida bola tarbiyasi, bolaga bo'lgan qanaqadir vaqt ajratishlar, kurslarga olib borish, sayohatlarga olib borish, bekor paytida u bilan ishlash, mana shu narsalarni ko'rib turib ba'zida aytaman-da, oilaparvar aslida biz emas, bular shekilli deb. Ya'ni o'rtacha o'zbek bolasi bilan o'tkazadigan vaqtni nemislar bilan solishtirsangiz, bu yer bilan osmondek farqi bor. Bor. Ulardan ham o'rganadigan ko'p narsamiz bor. Baxtiyor oila loyihasi boshlanganida shaxsan o'zimda shunaqa bir tasavvur yoki tushuncha bo'lgandiki, atrofimda bir 10-15 tacha yigit qizlar bor ekan, shularni qovushtirib qo'ysak bo'ldi, chiqib ketaman deb o'ylagandim. Hali bir oyog'imdan zanjir bilan bog'langandek qolib ketdik va proyekt shakllanib hozir ancha o'sib ketdik. Men bugungi kunda Dilnoz opam aytganlaridek 300 dan oshiq anketamiz bor va ko'pchilik albatta umid bilan hali anaqa qilib turishadi, kutib turishadi-da. Biz ishimizni qachon hal qilib berasiz yoki menga mos inson bo'lsa ayting iltimos deb. Va bugungi kungacha Baxtiyor oilada 50 dan oshiq oila qurildi. 50 dan oshiq. 50 dan oshiq oila qurildi. Ular уже farzandlarini shu yerda tarbiyalashyapti va hali siz aytgan savolga mana shu joyda javobda umuman bu loyihani tanimagan yoki ijtimoiy tarmoqlarni ham unchalik kuzatishga vaqti yo'q odam qandoq keladi bu loyihaga. Ana o'shalarni do'stlari, tanishlari, kollegalari bo'lsa, o'shalardan eshitib ularning tavsiyasi bilan eng zo'r ishlaydigan reklama tizimi bu anaqa tanish bilishingizni tavsiyasi. Hozir ancha odam bilib qo'ygan, hozir telefon qilaman-da, Baxtiyor oila haqida har doim birinchi tushuncha beraman yoshlarga. Tushuncha bering, bilasizmi? Yo'q, bilaman, proyektni bilaman deyishadi. Xursand bo'laman, demak tarqaldi. Kimdir uylangan shu loyihadan, turmushga chiqqan va ishonchi bor-da, o'sha keldimi, tushunchasi bor, ishonchi bor bu nimaga, loyihaga nisbatan. Ming afsus, biz ulgura olmayapmiz. Oxirgi paytlarda yordamchilarga juda ham muhtojmiz. Loyiha tijorat loyihasi bo'lmaganligi uchun hali pulli reklamalar berish, qanaqadir bir anaqalar o'tkazib biz o'zimizni reklama qilishga ehtiyojimiz yo'q. Xohishimiz ham yo'q bunga. O'zini haqiqatan ehtiyoji bor inson izlanadi, qidiradi, topadi, keladi. Oddiygina bitta nima o'qib qoldim. Guruhda bitta yigit yozyapti-da, o'rtoqlar, bitta men qiynalyapmanmi uylanishga, qiz topishga yoki mendan boshqa ham shunaqalar bormi desa, birgala yigitlar yozyapti-da guruhda. Yo'q, aka siz yolg'iz emassiz. Bizda ham shu ahvol desa, yana bittasi yozyapti. Baxtiyor oila bor-ku Germaniyada, o'sha yoqqa bormaysizmi? U nima u deyapti-da. Ko'rdingizmi, o'sha bitta nimada, o'sha suhbatda, kommunikatsiyada ketdi anaqa Baxtiyor oila haqida ma'lumot. Biz kirib, men o'qib qoldim shuni, lekin hali men bir xilda yozgim ham kelmaydi-da, chunki ulgurmayman-da. Aytganim bilan u keladi, mendan so'raydi, boshqa qiladi. Men ham baribir oilam bor, farzandlarim bor, ishim bor. Ulgurmayman-da. O'shanga bu tabiiy ravishda ketayotgan bir anaqa jarayon. O'zbekistondan kelayotgan yoshlar ham bizga ishonib kelishyapti. Baxtiyor oila borib oling, o'zim keyin Baxtiyor oilaga aloqaga chiqaman deb kelishadi ishonib. Ko'pchilikdan eshitdik buni. Ayni turmush quradigan yoshdagi qizlarni ota-onalari qo'yib yuborishi qiyin. Sen endi soch keladigan yoshdasan. Hozir Germaniyaga ketib qolsang, qanaqa uzataman seni deydi-da. Qizlar ko'pchiligisi hali yo'q, oyijon, adajon, mana Baxtiyor oila degan shunaqa loyiha bor. Bu shunchaki hali tanishtirib qo'yadigan emas, haqiqiy hali opalar bor, ishlaydigan, shunaqa uchrashuvlar tashkil qilib beradigan. Shu yoqqa murojaat qilsak bo'ladi. Ota-onalar chiqishadi keyin bizga. Shunaqa qizim bu hozir chegaralangan Germaniyaning ichidagi odamlar bilan chegaralanganmi yoki sizlarda tashqaridan ham bormi? Hozir endi talab juda kattalashib ketdi. Biz hozir ochganimizda juda yopiq guruh edik. Va guruhga Germaniyada ekanligini tasdiqlovchi bir hujjat, viza, hali Ausweisini ko'rsatsagina qo'shardik-da guruhga. Hali gap so'z nima bo'lib ketmasligi uchun tarqalib, baribir oila masalasi juda nozik masala-da. Keyin qarasak juda hali talab katta va har bittasini taftishlab o'tirishga vaqtimiz yetmayapti. Keyin men aytdimki,
kanalni hali umumiy kommentariylarsiz boshqalarsiz qilib umumiy qilib qo'yaylikda, xohlagan odam kirsin, lekin bir-birini topib gaplasha olishga hali imkoni bo'lmasin. Ochganimizdan keyin O'zbekistondan ko'pchilik qo'shildi, boshqa davlatlardan qo'shilishdi, boshqa davlatlardan murojaatlar juda ko'p bo'ladi. Biz hammasini olishga ulgurmaymiz. Ya'ni Germaniyadagi bitta odam oila qurish uchun o'ziga juftni Germaniyadan qidiryapti, Angliyadan emas, Shvetsiyadan emasda. O'shaning uchun Germaniya bilan cheklanib qolgan edik biz. Lekin talab juda katta bo'lib, hattoki hali bosimlar bo'ldi. Sizlar noto'g'ri ish qilyapsizlar. Olinglar, Shvetsiyadan men deb e'lon bersanglar, Shvetsiyadagi bittasi chiqadi-yu aloqaga. Sizlar e'lon berib bersanglar bo'ldi deb aloqaga chiqayotganlar juda ko'payib ketdi. Va biz hali faqatgina o'sha e'lon berish xizmatini ochib qo'ydik. Nimaga kanalga e'lon beriladi va o'ziga aloqaga chiqadi kimdir. Xohlasa agar qiz bola bo'lsa, kelinoyisini kontaktini bersin, dugonasini kontaktini bersin. Bizda o'zbekchilikda baribir o'rtada odam qo'yib muloqot qilish an'anaga aylangan, bu azaldan bor. O'sha sovchilik ham o'sha o'rtaga odam tushish nimasi. Ya'ni biz qilayotgan ishimiz, biz hech qanaqa mas'uliyatni yoki kimnidir taqdirini hal qilishni bo'ynimizga olmaymiz. Shunchaki bitta odamga mos odam borligi haqida ma'lumotni beramiz. Ular topishgandan keyin uni surishtirish, oilasi, kelib chiqishi va hokazolarni surishtirish u o'zlarini nimasida. Tushungan odamlar o'zlari surishtirib, oila qurib ketdi, lekin tushunmaydigan odam yoki hali bir yaxshi rivojlanmagan yoki yutuq bo'lmagan deymizmi inson, albatta aybdor qidiradi. Ya'ni men baxtiyor oiladan topgan edim, bu mag'rur bir qiz chiqdi yoki men baxtiyor oiladan topgan edim, bu mag'rur bir yigit chiqdi degan gaplar nima qiladi, ko'payadi-da. O'shaning uchun hozircha biz juda hali bir sekin, ehtiyotkorona ketyapmizki, bizga ham juda bir og'irligi tushib ketmasin va ko'tara oladigan darajamizda. Agar bu tijorat loyihasi bo'lganida yoki bir tijorat kompaniyasi bo'lganida, menimcha talab juda ham katta, pullarga ko'milib yashagan bo'lardik, e'lonlarni qabul qilib, shunchaki har bitta hali qizni so'rab chiqqan yigitga ham menimcha to'lasang, qizni ma'lumotini beraman yoki qaysidir yigit mana yaxshi yigit ekan, shu yigitni aytsangiz, meni qizimga soch yuvarsa deb chiqadigan ota-onalarga, ha, bo'ldi opa, menimcha to'lab yuborsangiz, aytamiz, sizni qizingizga soch yuvaradi deb qilishimiz mumkin bo'lgan, ya'ni ehtimoliy bundan pul ishlab olishimiz mumkin bo'lgan nimalar, yo'nalishlari juda ko'p. Men o'zim asli biznes sohasidagi odam bo'lganim uchun bu narsani juda yaxshi bilaman, lekin buni tijorat loyihaga aylantirish niyatimiz yo'q. Kichkina sponsorlar chiqib qolishadi bir xillarda, hali nimalarni, tadbirlarni o'tkazishda boshqada qo'llab-quvvatlaymiz deganda. Ana o'shalar bilan o'zini o'zi qoplayaptimi? Ya'ni biz o'zimizdan xarajat qilmayapmizmi? O'shani o'zi ham katta gap. Bir xil tushunmagan vatandoshlarimiz aytishdiki, nimaga sizlar tadbirlarni pulli qilasizlar? Tadbirda faqatgina yig'ilish emas, yeb ichish ham bor-da. O'sha yeb ichishi va joyni bir xillarda ijara masalalariga albatta to'lov qilamiz va tadbirlarni o'tkazish uchun, masalan, boshqa shaharda bo'ladigan bo'lsa, deylik, men Nürnbergdan o'sha shaharga borishim uchun qanaqadir sarf xarajat ketadi yoki bir xillarda mehmonxona qilib qolishimiz kerak bo'ladi-da. Men bir marta qilishim mumkin buni, savob uchun 2 marta qilishim mumkin. Doimiy oilam budjetidan olib bunga sarflayverish menga kerakmi, qiziqmi? Bu bir kun olib kelib, hali emotsional kuyishga olib keladi va hamma ishni to'xtatib qo'yishga olib keladi. O'shaning uchun baribir loyihani o'zini xarajatlarini qoplashga qisman bo'lsa ham to'lovli qilib qo'yish kerak va bu to'lov ikkinchi tomon, anketa berayotgan tomonni ham ozgincha mas'uliyatli qilib qo'yadi. Ya'ni u shunchaki bepul bo'lsa, anketa berib esidan ham chiqib ketishi mumkin-da. Pulli anketa bergandan keyin o'ylab ko'radi va oila haqida o'ylab ko'radi. Qanaqa inson bo'lishi mumkin, men oilada nimaga tayyorman yoki qanaqa vaziyatlarga tayyorman deganda, o'shaning uchun balans ushlashga harakat qilamiz. Tijorat qilib juda bir hali bu narsani pullab olishga ham emas va umuman g'irt tekin qilib qanaqadir sponsorlardan pul olsak-da, anketalarni tekin qilib qo'ysak-da, bu bir har xil niyat bilan chiqayotganlar bo'ladi. Vaqtingizni qadrlamaysiz. Boshida bo'ldi 2 yil shunaqa qildik. Juda ham vaqtimiz qadrsiz bo'lib ketdi.
xuddi bizni tijoratda nimaga topib bermaysiz, soat kechasi 11da ham 10da ham bezovta qilishdi. U bizni qiynab qo'ydi ozgina. Sizlarni baribir o'zinglarni hayotinglar bor, bola chaqa deganda ishlaring bor. Ya'ni asosiy bu loyihadan maqsad ham manfaat, ya'ni moddiy manfaat yo'q-da, ya'ni pulli emas. Ozgina men ham vaqtimni ko'proq ajratib qo'ysam, bolalarim aytadi, sizga baxtiyor oilangiz bo'lsa bo'ldi. O'sha bolalarga vaqtingizni ajratasiz, bizga ajratmaysiz, rashk qilib. Ya'ni asosiy o'zinglar uchun savol bersanglar, asosi nima uchun kerak menga deganda qisqacha nima degan bo'lardi? Beramiz. Psixologlar tilida aytganida biz psixologik kasal bo'lsak kerak-da, ya'ni jonkuyarlik bor-da, bitta yon atrofimizdagi ehtiyojmand bir vatandoshimizni ko'rib jimgina qarab tura olmaslik. Ya'ni shu ishni biz yo'lga qo'ydik. Mana boshida aytganimdek, bir 10-15 ta odam bilan biz yakunlab ketsak kerak deb o'ylagandim. Qarasak, ehtiyoj juda katta kelyapti. Endi to'xtanglar, men bu ishni qilmayman, bilganinglarni qilinglar deb ketish. Shuncha ishni qilib qo'ygandan keyin tashlab ketishga nima deydi? Ko'p beramiz bir-birimizga savol. Yana qancha kuchimiz yetarkan deymizda. Anketalar qaraymiz, voy deymiz, bularni uzatishimiz kerak, uylantirishimiz kerak deymiz. Lekin bitta to'y bo'lsa, hali charchoqlarimiz chiqib ketadi. Ikkalamiz bir-birimizni xuddi o'zimizni farzandimizni to'yib bo'lgandek xursand bo'lamiz. Shunaqa. Maslahatlar so'rashadi bir xillar, bu yerda bolasini katta qilib bu yerda turmush qurayotgan oilalar bir xillarda qiynalib qolishadi-da. Nima qilishim kerak, qanaqa qilishim kerak yoki to'y qanaqa qilishim kerak? Bu yerda endi o'zbekistoncha to'y qilinmaydi, sarpa-sudur o'zbekistoncha qilinmaydi va hali ehtiyoji darajasida qilinishi kerak bo'lgan, lekin baribir o'sha o'zbekchilikdagi hurmat, salomga, kelin salomga kelganda bir kichkina bo'lsa ham sovg'a bilan nima ko'rishish, hali o'zbekistoncha katta adyollar bo'lmasa ham kichkina bir berib turamiz. Nimalar tayyorlash, ya'ni Germaniyaga moslashgan holda to'ylar qilishda maslahat so'rab chiqishadi yoki oxirgi paytlarda muammoli oilalar chiqishyapti. Biz faqatgina hali oila qurishda yordam beribgina qolmasdan, balki oilasi buzilayotganlar, ajrim yoqasiga oilalarga yordam berganmiz. Ajrimga kelib qolganlar ham maslahat bilan chiqishadi. Uni kerak bo'lsa ayoli bilan gaplashib yoki erkagi bilan gaplashib, erkak bilan gaplash deganda yaxshi bir nima. Dilozpam xo'jayinlari Jamshid akam bir xil holatlarda mana shunaqa yigitlar bilan gaplashib, naqa qilib beradilar. Baribir erkak kishi bilan erkak kishi gaplashgani yaxshiroq va ayol ko'rgan erkak bilan gaplashish hali uylanmagan yigit bilan gaplashishdan ko'ra qiyinroqda. Qiynalamiz. O'shanga Jamshid akam bunaqa joylarda qo'llab-quvvatlaylar. Bir xil o'zbek erkaklariga o'xshab ayoliga qo'y, yig'ishtir, o'tir emas. Ayoli shu narsaga qiziqayapti, qilyapti, kimgadir nafi tegayaptimi? O'sha ayolini qo'llab-quvvatlash uchun va unga sharoit yaratib berish uchun bir harakatda bu. Men juda qadrlayman buni, juda hurmat qilaman. Rahmat. Sekin tugatsak ham bo'ladi menimcha. Katta rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Bugungi podkastni uyushtirganingiz uchun, shunaqa Myunxenni markazida o'tirib bugun chiroyli podkast qildik. Rahmat sizga. Men xursand bo'ldim. Shuncha joydan kelib vaqtingizni ajratganlaringiz uchun minnatdorman va sizlarga o'xshagan o'zbek ayollari, o'zbek onalari Yevropada bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin, O'zbekistondan tashqarida ham vatandoshlarimizni xolis hech qanaqa manfaatlarsiz qo'llab kelayotganidan xursandman va sizlarni safinglar kengayishiga tilakdoshman. Agar masalan kelajakda kimdir shu loyihaga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lsa yoki tashabbus ko'rsatmoqchi bo'lsa, ayollar bo'lishi shart emas, erkaklardan ham chiqsa ham bo'ladi. O'shada aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz mana videoning tagida kontaktlarni qoldiramiz. Xursand bo'ldik. Rahmat tashrifinglar uchun. Kuzatayotganlarga ham rahmat. Vaqtinglar ayamasdan bu o'sha Baxtiyor oila loyihasi tashkilotchilari bilan qilgan sonimizni kuzatganlaringiz uchun rahmat. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Izohlarda yozib qoldinglar. Fikrlar muhim. Juda dolzarb mavzular. Balki kimgadir bu mavzular erish tuyulishi mumkin, kimgadir zerkarli tuyulishi mumkin, lekin baribir biz o'zbeklar bolajon xalqimiz, biz oilani muqaddas sanaydigan xalqlardan birimiz va bu hozirgi dolzarb internet zamonida yashayotgan paytda mana shunaqa narsalar haqida ham fikrlashib, gap almashib turish muhim deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, rahmat.
Sizga rahmat. sizga ham. Katta rahmat.